Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Muhtaram ko'rarman do'stlar, bugun Fidoyilar ekraniga tekrar xush keldinglar. Programmamiz Qur'ondan nazar nomli programmamizniki 57-sonida ko'rishib turibdik. E'londa berilganidek o'lgu bo'lishi, ya'ni payg'ambarlarning, nabiylarningki o'lgu bo'lishi zot qandoq edi? Hozir qadar bizga tushuntirilib kelgan darsliklarda Nabiy va Rasulullohninki farqsiz ekanligini, hammasining o'xshash nomdagi otilib kelganligidan iborat bir xato tushunchadan boshlangan. Rasulullohninki, ya'ni Allohning elchilarining bizga qandoq ulgu bo'lganligini ko'rsatilgan barmoq qarab turilish xarakteridagi izohat bilan anglab kelganligimiz tufaylidan nurg'un xatoliklarni biz din mushu deb tushunib kelgandik. Allah'ın rahmeti bilan keyingi kunlarda Qur'on manbalik din tushunchasi orqali sizlar ko'rayotgan mazkur programmada boshdan oyoq Qur'ondan, ya'ni Allohning kitobidan manbalangan Allohning dinining qandoq ekanligini izohat berib kelyapmiz. Bugun ana shu Rasulullohning, ya'ni Allohning elchilarining bizga qandoq ulgu bo'lganligini Qur'on manbalik din tushunchasi bilan qarab chiqishga bir program qilgan bo'ldik. Programını davamlı təqdim qıtlayotgan ustazımız Kerim Zahir efendim ekranda. Selamünaleyküm, hoş geldin. Aleykümselam ve rahmetullah. Qanday ahvallar edi? Allahu şükür. Salamat bo'lg'aylar. Abdulaziz birodar yana azroq kechkiman dedi. Ko'rinman do'stlarga e'lonni berib qo'ygan ekan, vaqt rioya qildi deb yana men atqachlik qilib qoldim. Aybga burmay. Vaqtni tejash maqsadida başlap anlap qaldık. Xo'sh, e'londa berilgandek bayatdan izohat kerak. Biz sizning izohatlar, ya'ni sizning tushuntirishlar bo'yicha Allohning elchilari bizga qandoq ulgu bo'lgan? Ular nimaga buyurgan, nimani qilgan, nimani ijro qilgan? Ular qilganni biz qanday qilishimiz kerak? Zaten bu yerda an'anaviy tushunchamizdagi xatolik bilan hozirgi Qur'on manbalik din tushunchasidagi farqning orasini inşallah ürüşen bir şekilde yoğurtup birişlerini sorayımız. Merhamet. Selamun aleyküm. Dünyanın yaklaşık yerleri hürmetli kardeşler. Hemen şu vakit hayırlı olsun. Bugün Ahmetcan degandek Allah'ın elçileriniki bizge bo'lgan ülgülük tarafları qası. Muş sahada bir tushuncha berib o'tamiz Qur'onga asosan. Mushning oldida 5 minut mushu bir oyat ustida bir to'xtalay dedim. Chunki namoz haqidagi bu namoz to'g'riligiga kirmaydim, lekin Istiqlol TV'da Mehmet Yusuf bilan Abdul Avlat Hafiz bu ikkisi bu soat to'xtalganligi uchun bu yerda bir tal oyatni naql keltiribdi. Sura Rumniki 17-18 oyat ekan bu. Shu oyatga bir izohat beray deb o'yladim. Bu oyat Estağfirullah. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve ashiyan ve hine tuzhirun degan mushu oyatning o'zini. Mushuning 5 vaqt namoz chiqadi deb sharhlabdi bu odamlar. Qur'oni Karimda namoz haqidagi oyatning o'zida kitaben mevquta inne salate kanet alel mu'minin kitaben mevquta degan bir oyat var. Namaz mu'minlarga vaqti belgilangan bir ibodat belgilandi degan oyat ham bu. Buni ham vaqti qanday belgilangan degan vaqtda birinchi qadamda Payg'ambar alayhisolamga Makkadagi vaqtida 2 vaqt namoz o'qish buyrug'i tushdi. Bu sura Hudniki 114-oyatida aqimis salat tarafay yuzibna sayyiat zalika zikra liz-zakirin degan mush oyat shuni bayon qildi. Ya'ni namozni kunduzning ikki tarafida Vazul efendiki zulab va bu yerdagi bayon ma'nosida keladi. Uning uchun ya'ni kechiniki kunduzga yaqin bo'lgan taraflarda. Bu nima degan bo'ldi desak, kunduzning ikki tarafi degan hamda kun chiqib bo'lgandan keyin, ya'ni kun chiqib lekin Nıfqandan tatib kun o'ltirishning oldidagi mush orliqni ko'rsatdi degan bir mujmal bir narsa paydo bo'lib qoldi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda buni bayon qilib, kechining kunduziga yaqin bo'lgan tarafi ya'ni.
deb bizga buni bundaq tushuntirdik. Bu nima degan bo'ldi desa, tong otgandan boshlab kun chiqishi oraliqni bir vaqt, ya'ni kunduzga yaqin bo'lgan bir tarafi, kun o'ltirgandan boshlab kunniki qizilligi yo'qqichi oraliqning o'zini bir vaqt qilib Alloh taolo shunday belgilaylik. Payg'ambar alayhissalom bu tarix kitoblarida bor bu narsa. Payg'ambar alayhissalom yangi namozni boshlagan vaqtda shu ikki vaqt namozning o'zini qilib kelganligi, keyin sura Isroniki 78-oyati Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli va Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda degan bu oyat tushgandan keyin ishimni qo'shqanlik. Ya'ni bu namoz bu nimani bildirib desa, namozni kun tushulib azroq mayni qarilgandan boshlab kun o'ltirg'ich orasida o'qiydi. Yani bu vaqtda yana o'zi Alloh taolo peshim namozining o'zini farz qilganligini buni bayon qildi. Ammo sur Rumniki shu Subhanallohi hina tumsun va hina tusbihun degan shu oyatning o'zidimi shu Mehmet Yusuf degan odamning o'zi meni yaxshi taniydi bu odamning o'zi. O'sha hina degan kelimaning o'zi bir vaqtni ko'rsatadi. Bu yerda hinadan 3 tal hina bor. Subhanallohi hina tumsuna va hina tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyen ve hine tuzhirun. Mana. Şunun özünden birincisi kun oltuganda başlap hine tumsunu degenin özü kun oltuganda başlap şu kun qızağıcı kunun qızıllığı yo'qlığı aralığının özünü gösterdi ve hine tusbihun degenin özü tang atgandan başlap kun chiqishi aralığının özünü sübiye vaqtini gösterdi. Ve hine tuzhirun degenin özü pişim vaqtini gösterdi. Yani bu ayetning o'zidimi namozniki 3 vaqt ekanligini, yani 3 vaqtning o'zi namozning vaqti ekanligining o'zini ko'rsatdi. Zaten hozirgi musulmonlar shu 3 vaqtning ichida namoz o'qiydi. Yani buning o'zini qoida yana o'zi, uning bir tuz tushirishga hech qanday hojat yo'q. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala bu qarindishimizniki hadis borasida degan bir 4 og'iz gap bor. Buning bir 2 minut vaqt chiqiray. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısında özü 50'tek sahabının özü bu hadisini yazganmışlar. Bu hadisini yazıp 1000'den artık hadisinin özü hatta İmam Bukhari qatarlıq İmam Ahmed'lige yetkenmişler. Hem de şu yetken hadisinin özünü oturup çıkarpak diye vaqtida onu oturup çıkargan ekan nima chiqadi desa, hadisine palani şu 5-6 adam çıkdı. Peygamber Aleyhisselam'dan bevosita rivoyat qilgan bir odam o yerda bo'lsa, u nima uchun oraliqqa 5 odam kirib qoladi, 6 odam kirib qoladi, 7 odam kirib qoladi? Nima uchun bunu o'ylamaydi bu odamlar? Bu yolg'onning o'zini rost qilish uchun bunchalar o'zi harakat qilish, bunchalar o'zi jafo tortishniki nima hojati bor? Misol. Shuning uchun bu yerdagi bu odamniki davatqini, ya'ni hadisda Payg'ambar alayhisalom zamonida yozgan degan gapining o'zi ham yolg'on, ham Payg'ambar alayhisalomniki La tektubu anni şey'en gayrel Kur'an femen ketebaha felyemhu degan shu rivoyatni shu odamlar biladi. Qur'ondan boshqa hech narsani yozmanglar. Nemin Qur'ondan boshqa yozgan narsa bo'lsa, uning o'zini darhol o'zi yo'q qilinglar degan bir rivoyat. Yana bir rivoyatning o'zida Qur'ondan boshqa narsani yozmanglar, agar yozgan bo'lsangiz, uning o'zini o't qisib ko'ydirib o'tinglar degan o'zi, ya'ni uni yo'q qiling degan vaqtning o'zida u sahobaning o'zini uni akilib Fe'ahraqnahu binnar degan o'zi kelim bor nimaniki rivoyatning oxirisida. Yani onu otda ko'ydirib deydi-da. Biz ot ko'ydirib edik deydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Ebu Bekir, Ömer, Osmanlı'nın zamanında hiç qandaq bir rivoyat yezish imkoni bo'lmagan. Bo'libmi Umarning zamonasidachilik hech qandaq o'zi hadis yezishga o'zi yo'l qo'ymagan. Peygamber Aleyhisselam yo'l qo'ymagan, Ebu Bekir yo'l qo'ymagan. Hem yazılgan rivayetini utturuq ko'ydirib tashlagan. Hazrat Umarning zamonasida bu rivayetlar turmuq qalmaydigan yoki surgun qildigan yoki qattiq jazolaydigan ishlarni yapib qo'ygan. Ya'ni buningdan o'zi bu odamniki yolg'onchiligi, kazzobligi mushaharda chiqib turdi endi. Endi dinga bu qadar yolg'onni akilishga nima hojat bor bu yerda? O bir tushunchalik xatolik bo'lishi mumkinmi? Masalan, ashunning izohat berganidek bir tushunish imkoniyati yoki ba'zan bir manbalar bo'lish ehtimolligi bormi? Endi aql mantiqi asosan hozir sizning gaplari bo'yicha agar yozilgan bo'lsa, shunaqa necha odam bir rivoyatni necha odamning rivoyat qilish
mümkinçiliki ve ihtiyaç olmaydı hem de. O udullardaki Peygamber Aleyhisselam palanı vakti mandak diyen de yazıda tügeyde ki. He. Hem de o yerde neyim o dese en kıska arlıkta aşı muallif bilen Peygamber Aleyhisselam'ın arasındaki rivayet kılan adamın en kıska rivayetinin içinde yani en adam sanı en az boğan rivayet 4'tün 5 sulasiyet diyen bir rivayet var 3 adam arlıkta var. Yani Peygamber Aleyhisselam o gapni qilg'uchi bo'lgan bo'lsa orliqda 3 odam bor, 4-inchisi Imom Buxoriy yoki Imom Muslim bo'lgan rivoyatlar. Sulasiyat deydi buning o'zini. Uningdan boshqa hech qanday bir yerning o'zida, ya'ni 3 dan to'van odam rivoyat qilgan bir tal rivoyat yo'q uningdan boshqa. Demak, bu yerlik narsa nima desa, Payg'ambar alayhisolamda udul yozgan narsa qanday qilib bu yerda orliqqa yana 3-4 odam, 5-6 odam kirib qoladi vaqtida. Bunu mu öz oylamay, moşu gap müşekip takışıp kala, ma yalgancılığın maya çıkıp kala demezsin, ma gapni kılıvatıp da ma adamlar. Şunun için bu qarindaşlarımızga bunda gaplarni, bunda alim buluş söylen, bu diniga bunda böhtan çaplaydigan, yalgany Kur'an'ın özünün feveylul lillezine yektubuna el-kitabe bi aydihim sümme yekulun haza min indillah degan ayatning özünü mü bu adam yaxshi biladi. Qo'li bilan yozgan narsani bu Allohning dargohida din qilib olgan odamning holi qanday bo'lganligini bu odamlar yaxshi bildi Qur'onning o'zidan ashna o'qisa. Moshni bilib turib, yana o'zi bu Allohning diniga boshqa bir narsani aralashtirish uchun bunda tirishishga nima hojat? Misol. Shuning uchun men bu odam bilan 95-yilning oxirida tanishgan. Menim yaxshi tanıydı bu odamni men Almatıda, Qozog'istonning Almatıda shu Drujbo degan o'zi mahallasi bor, shu mahallada bu adamlar tanışkan şu vaqtning o'zida bular ichkiga yerda mush turklarning maktabida muallimlik qildi ekan. Har juma kuni kelib shu yerda o'zi tabliq qilayotgan vaqt ekan, men kelgandan keyin ular o'zi tabliqni menga o'tkazib berib shuni bilan o'zi ashlar paranglashib o'tadi shu vaqtida. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda meni tanıydı bu adamning o'zi bir tarafdan. Yani meniki bir o'qigan, dinda o'qigan bir odam ekanligimni ham biladi. Mehmet nim avlat opasining o'zimi o dinni bilmagan ekan. Ben şu vaqtning o'zim eng to'van bilsam, Mehmet Yusufdek biletdim onu, o dinning o'zini. Demek bu yer nima desa, bir-birimizga uzang so'qishni hojat, uzang so'qishtirish hojat yo'q. Ammo bu yerda bir haqiqatni o'tirib chiqarishimiz kerak. Millat hozirgachilik nimalarni qilib keldi? Dinni Alloh tushirgan dinni ijro qilib keldimi? Ya din nomida kirgan afsonalarga nima bo'ysunib keldimi? Shuni o'z din nomida qilib keldimi? Buni o'zi Allah'ın dinini enik yetkizishimiz gerek. Çünkü bu milletinin aldıda ve en yamanı Allah'ın aldıda kıyamet günü hesap tartıldıran bir iş bu. Onun için hiç bulmasa Allah'ın korkuduğun bir nersi buluş lazım bu adamlarda. Hem de hazır Çünkü bu kadar, kayıplaştırımızla hoş. hem de hazır kadar ekran arkalık olsun devet keldik. Ya ki ekran arkasında olsun bir sohbet qilish imkoniyati bo'lib qolsa deb tirishib vaqtda. Uningga kelmadi, kelganlar bo'lmadi. Bir qancha qatim kelmas deb ishga qilib baqqanlar bo'ldi. Voy marhaba qo'ysa iymon qilay deb shunda xo'sh oldik. Ammo chiqmadi, ya'ni keyin yo'qolib ketdi, birlar peshin tortib etgandek. Endi sizlar uni qarshi tarafni ular qo'pab biz tarafni ayıplasa o'tirda hech qanday foyda olmaydi. Zaten taxmi nima chiqadi. Undan ko'ra aslida bu millat jim o'tirib anglaydigan bilim egalari bir yerga kelib munozara, munoqisha, muloyiza elib borsa tugaydigan masala. Hamda ba'zan qarindoshlar bu 1900 yillarga hal olmagan narsani amdali qila olamsan debdi. O hal olmagan bo'lsa, lekin sen o'zing qandoq? O'zing hal olansa bo'lmamsa. Sendeki aql mustaqil aqlmi? Fikring, irodang mustaqilmi? Sen musulmonlik da'vos qilsang, diningga qanchalik ixlos qilyapsan, qanchalik ajr qilyapsan, shuni tirishdingmi? Tirishgandan keyingi o'zingizga bevosita ta'siri nima? O hal olmas mayli-da, lekin sen hal olamsan bo'lmamsa. Bu şekilde sohbetler bo'ladi. Lekin herhalde biraz perdeni yetib etmagan ahvol ostida
ikki bilimlik arasida qil uzilmas, tömür zincirini üzgen ikki bilmez. Misali bo'lib qolmasligi uchun amal va orni üzmay, buzmay, hal qilish tarafdori bo'lishi men umid qilaman masalan. Ekran orqali qo'shimcha qo'ygan. Biz bir-birimizni bilishmaydigan odamlar emas. Bu meni yaxshi tanıydı ikkilisi. Men bu ikkisini yaxshi tanıyman, zodi o ikkisini shunday yaxshi o'qigan insonlar. Misrda o'qish degan insonlar bular. Uningdagi o Saudiya Arabiston turaqli yillar bo'ldi. Demak bular demak o binasini biladi degan gap endi. Bilib turib bu yerda uni to'lg'ashga hech qanday hojat yo'q. O bizning o'zini bu yer oyatni to'lg'ab andaq deb mana biz to'lg'an yerimiz yo'q. Oyatning aynan o'zini deyapmiz misolda. Bu qatim Daimon degan bir bola chiqdi. 30 yoshga kirgan bir bola ekan. O burun musulmon oilasi dunyoga kelgan, keyin o islomda nurg'ulgan axloqsizlik nimalar o rivoyatning ichida bo'lgandan keyin uningga o kallasini o'tmay uni chiqib ketgan ekan. Bir shariatchi yo'li o'tirg'a chiqib qolib, o shariatchi shu yerda tamoman mag'lub bo'ldi. Demak, bu yerdagi narsa nima? Qur'oni Karimda bir oyat bor. Bu nahaq, ya'ni botilning ustidagi odamniki delil isboti xuddi o'mchikning to'g'ri deydi. Dunyoning o'ylining eng ojizi o'mchikning uyi degan Qur'onda uch oyat bor buning qarta. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, o botilning ustidagi odamlar keltirgan delil hech qanday narsa yaramaydi. Chunki delil keltirmaydi, aqlg'im to'g'ri kelmaydi, mantiqim to'g'ri kelmaydi, ilmim to'g'ri kelmaydi, amaliyatim to'g'ri kelmaydi, Qur'onga aslo to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmagandan keyin bu yerdagi narsa nima desa, u fantaziyadek bir narsa so'zlagandan keyin insonning hayotida hech qanday bir narsani hal qilishga u bo'lmagandan keyin shuni nima bo'ldi desa u yerda u odam mag'lub bo'lmay nega bordi? Men hozir Turkiyada 6000 dan ortiq doktor, doçent doktor bor ekan. Shu doktor, doçent doktor bo'lgan insonlar o'tirib chiqib Daimon degan mandaq narsa deb tushuntirib shu Daimonning o'zini dinda o'qimagan bir odam, ashning o'zini mag'lub qilolmadi. Mag'lub qilolmaganligi nima desa, asli xatoning ustida degan gap. Bu yerda. Yani nurg'un o'zi to'g'ri niyatlik shunday doktorlar borki, biz 20 necha odam bir bo'lib o'zi xat yozib, shu Turkiya hukumatiga nima qilgan o'xshaydi? Bu bolaning hech qanday gunohi yo'q, bu bolaning deyotgan to'g'ri deb deyilgan endi. Har holda olim bo'lgan odam bir odamniki deyotgan gapiniki to'g'risini to'g'ri, xatosini xato deya olish lozim. Xatosiga munosabatdan xato deb dalil isbotni keltira olish lozim odamda. Ko'zin yo'qligi u yerda uni butun deyotgan narsa hammasi xato deyotgan qanday gap ketdi u? Misol, shuning uchun deymanda bu yerda biz bir-birimizga uzang so'qishtirish emas, inovat qilish emas. Bu musofirchilikda xos inovat qilib qoldi bizga. Vatanimiz aholatda, vatanda o'z urug' tuqqanlarimiz, qo'yim qarindoshlarimiz aholat turayotgan vaqtning o'zida biz ham inovat qilishga vaqt keldimi bizga? Biz bu yer qildigan ish nima degan vaqtda bizni mushkullik ekib qo'ygan narsa bor bu yerda. Bir radikal, bir o'z xurafiy bir narsa bor. Aşı narsa bizni mushkullik akeldi. Hatto mushkulni tamoman yo'q qilishga o'z yordam qiladigan bir narsa bo'lyapti-da bu. Shuning uchun millatni mushu o'z xato narsadan diniy sohadagi bizni qo'limizda keladigan narsa mushu o'g'ashqa diniy sohadagi bir qism xato narsani saqlanish uchun bir ogohlantiraylik. Millatga to'g'risini ma'u Qur'on deyilgan ma'u deb o'zi uni aynan o'zi o'tirib qo'yaylik deb o'tirib chiqdik. Bo'lmasa mushu xato din bilan, mushu xato o'zi an'anaviy din bilan vatan ozod bo'lgan ish bo'lsa, necha qatim dedim men buning o'zini. Men o'tirg'im chiqmaydim odatda. Shu ashning sababidan masalan minglagan, 10 minglagan odamlarimiz sirtda bekordan o'ldi. Hozir nurg'un shu Suriyada nurg'ulgan qarindoshlarimiz, bolalar, ushshaq bolalarimiz ashad o'zi kampda yetyotdi. Shuning hammasi bizga bo'lgan ziyon, vatanda u xurofiylikning dardida vatanda nurg'ulgan o'zi ziyonlar bo'lyapti. Bu Xitoyga bir bana sabab bu beryapti bu narsaning o'zi. Uning ustiga shu xurofiylikning dardidan Turkiyadan eng oddiysi Yevropaga chiqib bolalarni o'qitish fursati ega bo'lsin deb gap qilsak, u kafirning juti, yahudining juti, nasoraning juti deb o'tirib, u yerda o'z yomon gapini qilib, u yerdagi insonlarning o'zining bu yerga chiqishning oldini to'sib undaq qilyapti-da. Degandek endi biz bu yerda bu o'tirdi nima narsa qarta biz millat agar mandaq bo'lsa bu dinda chiqadigan ish bo'lmaydi deb o'tirib buni o'tirib selishga majbur bo'ldik.
Hem şu sahada bir kısım halkı bu dini sahadan sözlegendikin keyin hem ibadet sahasında aqida sahasında gap chiqib qolganligi uchun uni o'tirib qo'ydik. Lekin o namaz barısındaki ayetning o'zi hech bir zaman uniki 5 vaqt namoz ekanligini isbotlamaydi. Bu yerdagi Fesubhanallah hine tumsun ve hine tuzhirun degan mush oyatdagi hinening o'zini ash Mehmet Yusufning o'zi yani qayta ko'rib chiqsa bo'ladi. Bu hine degan kelime vaqtni ko'rsatadi. Bu yer hine kelimesi bu oyatning o'zida 3 yerda bor. 3 yerdagi oyat yani 3 vaqtni ko'rsatadi. Bu naq mushu yuqoridagi Sura Hud'niki 114-oyati va Sura Isro'niki 78-oyatini o'zi xuloslagan bir oyat qatoridagi bir oyat hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda bir-birimizga ayblab u uni rasvo qilish bundaq maqsad bundaq bo'lmasligi kerak. Maqsadimiz millatga bir to'g'ri narsani o'rgatish, to'g'ri narsani o'ttirib chiqarish bo'lishi lozim. Meniki inovatim to'kib seniki qanchalik inovating eshib ketishi mumkin misol. Buni sen bilishing kerak. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, haqni so'zlashing kerak. Agar meniki shu devatgan musharda uch deb o'tirib turyapmiz, va bizning devatgan gaplar musharda xato bo'lsa, buning dalil isbotini qo'yishing kerak. Qo'ygan dalil isboting hech bir zaman u do'g'ri yaramaydi, chunki sen rivoyatni bizga akama, Qur'ondan akalanmayapsiz zaten. Unda bo'lgandan keyin demakki seniki mag'lub bo'lganing aniq degan gap. Bu qatim Daymonning o'zi yolg'iz bir o'qimagan bolaning o'zi butun o'zi Turkiyadagi mollaga maydon o'quvdi. Shuni ola o'zi tugidi bu narsaning o'zi hammasi. Buningdan keyin bularniki texnimbek o'zi ro'y tushib ketgan vaqt keldi-da. Odatda bir o'qimagan odamning o'zi men nima uchun mandaq degan vaqtda ashuni gap deb beramasligini o'zi nima degan vaqtda xatoning ustida ekanligini isbotlagan bir isbot degan gap bu. Agar to'g'rining ustida bo'lgan bo'lsa, o qivatga ash to'g'ri bo'lgan bo'lsa, uning isbotiga aniq bo'ladi Qur'onda va amaliy hayotda isbot aniq bo'ladi. Bo'lgandan keyin bu odam uni qoyil qilib oladi. Demak, ashunchalik bir odamni qoyil qilolmaslik bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onniki ichida emas, yani Alloh tushirgan dinning ichida bo'lmaganligining isboti. Bu amaliyotga uyg'un bo'lmaganliginiki, ilmga uyg'un bo'lmaganligi, mantiqqa uyg'un bo'lmaganligi ham aqlga uyg'un bo'lmaganligining isboti degan gap. Shuning uchun bu dinda o'qigan qarindoshlik yana devatimiz, davomli shunday devatimiz. Bu yerdagi masala bir-birimizni tillash, bir-birimizni haqoratlash emas, Abduqodir yapjanga o'xshash. Haqoratlash emas, bu yerda haqiqatni o'ttirib chiqarish orqali millatni foydalanadigan, millatga foyda yetkazadigan bir ishni qilish. Bundaq bo'lish lozim. Bo'lmasa bu yerda bizning qarashimizning nima ahamiyati bo'ladi? Bunun ham shunchalik gap qilib turay, bunun bir 10 minut, 15 minutlik vaqt ketdi. Endi bu navbatdagi Nabi va rasullarniki ulgu bo'lishi qandaq edi deb biz reklamlashda chiqardik. Nabi payg'ambar va rasul payg'ambarlarniki bizga ulgu bo'lish o'zi nimalari hamda tövende. Bununla Qur'on-i Kerimda Sura Ahzobniki 21-oyatida va Sura Mumtahinniki 4-oyatida maxsus o'zi ash to'g'riliq oyatlar bor. Misol laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha val yawmal akhir va zakaralloha kaseera degan o'sha oyatning o'zida buni bayon qildi. Alloh taoloni ko'p eslaydigan, Alloh va qiyomatga Allohga va oxirat kuniga uchirishni, oxiratda o'zi oxirat hisob berma, Alloh bilan uchirishma degan umidda bo'lgan odamlar uchun Allohning payg'ambarida bir ulgulik, ya'ni o'rganish tegishlik ishlar bor edi. Allohning rasulida oyatning o'zimi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrohima vallazina ma'ahu degan o'sha oyatning o'zimi yani İbrahim Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam böyle bir yolda mangan insanların ögünüş tikişlik bir kısım özü işler var. Diyen ayet hem de yanıma o Sura Mumtahinneki 6. ayetinde mi laqad kana lakum fi
fihim uswatun hasanatun degan mush oyatning o'zida yana shu payg'ambarlardan o'rganish tegishlik bir qancha o'zi narsalar bor, o'rganish tegishlik o'zi aloyidliklar bor deb Alloh taolo bizga mushuning o'zini deyotdi. Endi Allah'ın peygamberlerden ögünüş tegishlik narsalar bor deb Alloh taolo debdi. U vaqtda bizga ögünüş tegishlik bo'lgan narsalar qolsa ekan. Nimani ögündük ekanmiz? Degan vaqtda birinchi, yani bunu aslida bu Nabi va Rasul mavzusida bu gap tugagan aslida. Ammo bu qayta so'zlash to'g'ri kelib qoldi. Birinchi qadamda nima desa, o Allah'ınki elçileri Allah'ın kitabıga eslishdan ibaret. Yani her qanday işte Allah'ın kitabıga eslish ve her ishni Allah'ın kitabıga tatbiqlash orqali o masalani hal qilish. Men mush yo'lni tutgan. Birinchi qilgan ishimiz shu. Bularniki eng o'zi asosiy yo'limiz shu. Yani bu bizga nimani beradi degan vaqtda biz o Allah'ınki kitabıga esilgan kishiga eslish ve Allah'ınki kitabıga meselini tatbiqlagan kişilik qilgan ishiga biz meselini tatbiqlash emas. Bizniki bunu da öğrendiğin narsamiz o Allah'ın peygamberi, yani Allah'ın elçisi o kitap qanday esilgan bo'lsa, biz mi shunday eslish. Allah'ınki elçisi, peygamber degan gap chiqib keladi-ku. Allah'ın elçisi o kitapqa, Allah'ın kitabıga meselini qanday tatbiqlash orqali meselini hal qilgan bo'lsa, bizmi o navbatdagi oldimizdagi meselening o'zini Allah'ın kitabıga tatbiqlash orqali meseleni to'g'ri hal qilish. Mana bu bizga o'z berayotgan ta'limot bu. Yani o'zi sura Muddassir surasida 1-oyatdan 7-oyat qislik 7 oyatning o'zida 7 xil narsaga payg'ambarga o'zi berilgan buyruq va 7 xil buyruq. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahhir ve rücse fehcur ve la temnun testeksir ve li rabbeke fesbir degan mush oyatning o'zi, yani 6 ekanda, mush 6 ishning o'zini Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala buyruq bergan oyat. Yani sen bu Allah men tushirgan vahiy orqali insonlarni, yani xato yo'lda mangan insonlarni qilayotgan ishing xato. Bunun oxirisida sen o'zi ziyon tortib qolsa, uning uchun sen mandaq yo'lda mangsang, men Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda mangsang, sen dunyo va oxiratda sen o'zi nijotga erisha olaysan, g'alabaga erisha olaysan deb ularni o'zi ogohlantirdi deb Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga bu buyruqni berib oldi. Va rabbaka fakabbir, va sen Parvardigoringga takbir et. Yani Allah Taola'nınki büyük bir zat ekenligini insonlarga tunishtirdi, o'zingmi ashuni tuni degan gap endi. Va siyabaki fatahhir, va sen kiyimingni pok tut. Yani o'zi bir musulmon bo'lishga tegishlik, yani bir odam musulmonman desa, musulmonga tegishlik bo'lgan xususiyatlarni Alloh taolo bu yerda sanab beryapti. Bir odam men musulmon desa, u odam birinchi o'ziniki qilgan ish harakatlarida xatolik bormi yo'qmi? Agar xatolik bo'lsa, u oxirsida qanday ziyonlantiradi, buni ogoh bo'lish va atrofidagi qavm qarindoshlarini ham ogohlantirish va Alloh taoloniki buyuk bir zot ekanligini esda tutish va pokiz yurish. Yani bir musulmon bo'lish deganning o'zi, yana bu pokizlikqa ham o'zi ahamiyat berish, ham boshqalarni cho'digan vaqtda ham pokizlikqa targ'ib qilish. Degan o'xshash wala mushu 6 xil mushu nimaning o'zida hammasida Alloh taolo o'zi nimaga o'zi insonlarga payg'ambarlar orqali mushuning o'zini nima qilyapti hamda ogohlantiryapti. Chunki bir inson musulmon bo'lgandan keyin u insonniki bir qancha o'z shartlari bo'ladi, pokiz yurish kerak, xalq bilan o'zi jadallashmaslik kerak, boshqalarning o'zini g'aybatini qilmaslik kerak. Mush oyatning o'zi shunda deyapti. Sen o'zi boshqalarga takabburlik qilmasliging kerak. Ham bizga hozir mushundaq noyat eg'ir o'zi zulmlar bo'lyapti. Mushundaq zulm bo'lsin desa, sabr qilish kerak oxirisida. Bu sabr deganni nima desa, sabrning o'zi insonni nishonga yetkazadigan birinchi omil.
Agar bir inson bir o'zi nimaga jafo mushaqqatga sabr qilmasa, bir zulmga sabr qilmasa, u odam hech bir zaman o'zi oxiriga yetolmaydi. Chunki Qur'oni Karimda yana Asr surasining o'zidami val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr degan mush oyatning o'zidami bir odam o'zi musulmon bo'lgandan keyin u o'ziniki musulmon bo'lganligini, iymon keltirganligini, iymonning o'zini yaxshi yo'ldan ifodalash. Ya'ni u odamniki haqiqiy musulmon bo'lganligi u odamniki yaxshi ish qilish qilmasligi bilan munosabatli degan gap endi. Boshqalarga o'zi yaxshi ish qilishni tavsiya qilish va u yaxshi ish qilish jarayonida nima qilgan o'zi yetgan jafo mushaqqatga chidash va boshqalarga chidashning o'zini tavsiya qilish bu o'zi bir musulmonlikda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir narsa degan gap. Ya'ni Allohning payg'ambari mush ishlarning hammasini qiliqliq. Qilganki bizga nima tushdi bu yerda degan vaqtda bizmi bu yerda har bir musulmon o'zi ham qilgan ishida xatolik bormi yo'qmi buni diqqat qilish lozim. Panzir deganning o'zi o'z diqqat qilish va boshqalarni ham shunday o'zi xato ketib qilishdan o'zi ogohlantirish. Alloh taoloniki buyuklikka o'zi iqror qilish va boshqalarni o'zi uningga tunishiga yordam qilish. Pokizlik, ya'ni o payg'ambarlar o'zi pokiz bo'lgan bo'lsa, pokizlik ahamiyat bergan bo'lsa, u musulmonlarga o pokizlik ahamiyat berish. Hozir bizning musulmonlarda mush ishlar yo'q. Masalan, bo'libmi, men nurg'un qarindoshlarimizni ko'raman, oyda bir qatim juyunmagandek ko'rindi zodi. Ko'z faqirab ketdi shu maydin. Nurg'un odam deydi-ki, o'z faqirab ketsa, iymonning nurini faqirab ketdi deydi. Mayni jumg'andikin faqirab ketganini bilmaydi. Va boshqalarga takabburlik qilmaslik, yani payg'ambar alayhisalom deyapti, bu so'z udullab biz hozir bu oyatni o'qidikmi, bizga deyilgan so'z degan gap. Yani demak bu oyat nima degan vaqtida payg'ambarlar butun payg'ambarlarniki elchilarning hammasi mana mushu ishlarni beshidan o'tkazgan, mushu o'z qiyinchiliklarni beshidan o'tkazgan, mush qiyinchiliklarga ham sabr qilgan, keyingilar-chi degan vaqtda musulmonlarmi mushunda qiyinchiliklarga sabr qilgan vaqtida sabr qilish deganning o'zi hamda chidab yetish degan gap emas. Uning qarshi kurash qilish. Ya'ni uning qarshi kurash qilishda o'z vaqtida nima qiladi degan vaqtida bu musulmonlar g'alaba qiladi degan gap. Ya'ni payg'ambarning o'gindigan narsa mana mushundaq nihoyat o'zi ahamiyatlik, ya'ni mana shu vaqtida uni qanchalik shu payg'ambarning qilgan ishlariga qarata bu bundasa payg'ambarning qilgan ishidan emas, o'ginishning o'zi Alloh taolaning buyrug'ini bajo keltirish, ya'ni biz aytgan vaqtida. Bu yerda payg'ambar alayhisalomni qo'p, sen boshqalarning o'zini ogohlantir deganning o'zidan nimani bilib olaymiz deganda payg'ambar alayhisalom ashta qilibdiki, bizni qo'pishimiz kerak emas. Alloh taolo ashuni o'zi qo'p boshqalarni ogohlantir debdi. Biz ashunda qilishimiz kerak deganga kelish kerak degan gap. Ya'ni payg'ambarlar bütün Allah'ın peygamberleri aşındak o'zi Allah'ın buyruqqa shundoq samimiy yo'l itoat qilgan bo'lsa, bizning payg'ambarlardan o'gindigan narsamiz Allah'ın buyruqlariga shundoq samimiy yo'l itoat qilish va uni ijro qilishdan iborat degan gap. Yana Sura An-Nam'daki 106-oyatida ittabi ma yuha ilayke min rabbik la ilaha illahu ve a'riz anil müşrikin degan oyatning o'zidimi bu Allah Teala peygamber nima yani sen Rabbingdan kelgan la ilaha illahu degan o'zi mushu kelimaning o'zi mushu vahiyning o'ziga egash. Yani Allah'ning var ve birligining o'zini e'tirof qilishdan iborat bundaq narsaga egash ve müşrik yani şirk keltirishdan sen yiroqdir. Yani bu yerdagi la ilaha illahu deganing o'zi Allah bir degan ma'noni bildirgan kelima degan gap. Nima uchun degan vaqtda oxirgi ve ariz anil müşrikin deganing o'zi şirkdan yiroqdir degan so'z. Bu yerdagi la ilaha illalloh illahuniki yani Allah'ın birligini e'tirof qilishing kerak. Mushuning erishing kerak. Yani bir Allah'lık diniga, e'tiqodiga erishing kerak degan ma'noni bildirdi degan gap. Yani peygamberler, yani peygamber aleyhisselam qo'shilib, mana mushu o'zi buyruqqa itoat qilgan, hamda bizchi degan vaqtda biz
Peygamberden ögündiğen nersimiz müşahede. Peygamber aşılık itaat kılmı bizge muş ayet udul hazır bizge kelgen bel okşaş hesaplandı. O vakti bizim peygamberge okşaşlar udul muş ayetinin özüge ergişip la ilahe illallah degenge yani Allah'ın hiç kadar şerigi yok degenge özü itaat kılış degen gap emdi. Aşılık aktif itaat kılış bizdeki vazifemizge degeni bildirdi degen. Degan ishlar degan gaplarga qilgan ishlariga ergash degan gap yo'q Qur'onda. Hech qanday bir yerda. Payg'ambar ergashgan narsaga ergash. Payg'ambar qilgan payg'ambar bir amrning o'zini ijro qilgan bo'lsa, sen shu amrni ijro qil degan gap. Allohning shu buyrug'ini ijro qil degan gap. Ya'ni payg'ambar shuni qildi. Ma'ash payg'ambar qilganda qilma emas u yerda. Sen shu Allohning shu buyrug'ini sen o'zing yashayotgan zamonda va o'zing yashayotgan makonda shu makon va zamonga loyiq holatda ijro qil degan gap uni. Agar o'zi payg'ambar qilgan bo'yicha qilamiz deb qolgan taqdirda bizniki nurg'un ishlarimiz va hozirgi vaqtda payg'ambarning zamonasidagi ishlarni biz qila olmaydigan. Misol, nima uchun deyapti? Bu sharoit to'g'ri kelmaydi. Uning uchun o Allah'ın peygamberleri her bir peygamber mesela Adem Aleyhisselam'dan atıp peygamber Aleyhisselam'a gittik. Mesela Allah Teala'nın ki öğretin yapın diyen buyruğunu Adem Aleyhisselam'ın zamanında kadar icra kılan mesela Kur'an'da var. Öğretleri eşilip ketken diyen darahının yapılmaklarını nımkıp öğretlerini yapışın hareket kaldığı hakkında Kur'an'da ayet var mı? Demek Adem Aleyhisselam vaktinde öğretlerinin özüne aşağı nemini ki darahını ki şu vaxtdaki şarait qarta Allah'ın ki öğretini yap degan buyruğunu icra qilgan bo'ldi degan gap. Endi bizcha degan vaqtda biz shu buyruqning o'zini Adem Aleyhisselam'da icra qilamiz deb ishda ko'nan yishvet talatni ham daraxtniki yopmoqlarini izlab yuramiz hamda. Demak bu hozirgi zamon nimasi? Hozirgi zamonga loyiq u öğretni yepish degan gap. Shuning uchun biz hech bir zaman bir payg'ambarniki zamonini hozirgi zamonga so'rab kelish o zamanda qilayotgan ish harakatning o'zini hozirgi zamonga so'rab kelish bu butunlay xato degan gap. Chunki mumkin bo'lmay qolish. Ya biz 1400 yil burun qilgan payg'ambar alayhisalom zamonasini misol qilgan vaqtda 1400 yil burungi zamonga qaytishimiz kerak, zamonni oxiga yondirib. Ya ko'nmaydi u ishniki metodiga, ya'ni shu prinsipiga amal qilib, u ishning shakli hozirgi zamonga to'g'ri keladigan holatda qilishimiz lozim degan gap. Yana o'zi Sura Yunus'daki 109. ayetinden o'xshashla ittabi ma yuha ilayka va la tattabi ittabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkumallahu va huwa khayrul hakimin degan mush oyatning o'zidimi Alloh taolo nima deydi desa sana o'zi vahiy qilingan narsaga ergash. O kapning o'zi yani ikkinchi shaxs deymiz buning o'zini ma o neminiki almashniki turlarida ikkinchi shaxs deymiz. Bu yerdagi ikkinchi shaxsning o'zi faqat payg'ambar alayhisalomga Muhammad alayhisalom xos narsa emas. Muhammad alayhisalom hayot vaqtida Muhammad alayhisalom birinchi qatim tushgan vaqtida sana ey Muhammad deb o'zi xitob payg'ambar alayhisalom bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda deyilsa, men bu oyatni o'qigan vaqtida ey Abdukarim sanma vahiyning o'zi kelgandan keyin sen u vahiyga ergishishing kerak. Vahiy hozir men Qur'oni Karim orqali menga yetdi. Yetgandan keyin Alloh taoloning bu yer buyrug'i nima bo'ldi desa, sen shu vahiyga sana vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'on orqali sen kelgan narsaga sen ergishishing kerak degan gap. Shu bundaq yerning o'zini olib payg'ambar alayhisalom xoslashtirib olish, o butunlay xalqi xato bir narsa ham o zamonga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom hozir bu oyatni tadqiq qilgan vaqtda payg'ambar alayhisalom o'lib ketgan bir odam qanday ergishidi bunga? Yani Sura Nisa'niki 105-oyatida inna anzalna ilaykel kitabe bil haqqi li tahkuma beynen nas bima arakallah ve la takun lil khayinin hasima. Mush oyatning o'zida nima deydi desa, Sura Nisa'ning 105-oyatida biz sana haq kitobni tushirdik. Bu tushirish maqsad nima degan vaqtda insonlarning orasida sen Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha nima qilishing kerak? Hüküm qilsin deb tushirdik deydi Alloh taolo.
Bunun hem de uçuk nersi olandı bizge. Yani bu yerdeki nersi nemini bildirdiyse Peygamber Aleyhisselam öz zamanında meselelerinin özünü Kur'an-ı Kerim'e tatbiklaş arkalık şu vaxtki meselelerge Kur'an-ı Kerim arkalık hüküm çıkargan bolsa sen hazırki vaxtda yani bizge hitap kılgan vaxtda sen mi zamanında bolgan meselelerinin özünü Kur'an-ı Kerim'e tatbiklaş arkalık toğra hüküm çıkarışın gerek diyen gap. Onun için bu yerdeki nersi nemini bildirdiyse o Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam ya sahabalar çıkargan hüküm hazırki vaxtıga da itibar edilmeydi diyen gap. Çünkü hüküm özgürüp durdu. Mesela en adlisi zakat meselesi kessek, zakat meselesine hazırlıkçılık 2,5% bir yılın içinde töleylgan nes 2,5% nes töleydi. Aşındak bir zakat var. Bu Peygamber Aleyhisselam zamanında bulmagan nesle keyinki zamanlarda özü Abbasiye, Umayye sulalası zamanında bunun özünü kanunlaştırıp şu vaxtda özü yol koygan bir nesle. Bu vaxtki iqtisadi ahvalning özünü aşina bilan qamdash mumkinchiligi bor. Uning uchun bu ishni yo'l qo'ygan. Hem hozircha degan vaqtda hozirgi iqtisodiy ehtiyoj qarta zakatning o'zini, ya'ni bojning o'zini hozirgi davlat hozirgi iqtisod ehtiyoj qarta belgilaydi degan gap. Ya'ni bu yergi narsa nima degan vaqtda o'zgarmaydigan bir narsa bor, u narsa ehtiyoj qarta to'lash. Bu hech qachon o'zgarmaydi. Devletin hiç kadar ihtiyacı olmasa beğenmesi işin olmaydı. Yani devlet onu almayımız diye vakti beğenmesi işin olmaydı. Ama devletniki ihtiyacı boğa vakti ihtiyacı karta biriş o adamı geri düşken nesli diyen. Şu bir Allah Teala diyen neslimiz ihtiyaç. Zakatını ihtiyaç karta verildi diyen. Yani bir yurtun bir devletin içinde o paketli özü zakatga ihtiyaç olmayı, tabii baylık ve kaza devlet özündeki iqtisadi qiyinchiliginin özünü aşu taşqi perevotlarning özü hemmini endi qamdab keta alayga ish olsa xalqning o'zi bo'ldi biz bosh olmaymiz xalqdan degan desa u vaqtda u xalq uning bosh to'lamasa gunohkor bo'lmaydi degan gap. Ya'ni zakat bermagandan keyin gunohkor bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda? Chunki ehtiyoj degan narsa u yer bo'lmagandan keyin uni kerak qolmadi degan gap. Şunun için bu yerde birinci bu yerde bildirip koyduğun narsa nima deganda her bir peygamber öz zamanında Allah Teala'nınki buyrug'ini şu zamandaki ahvol qarta icra qilgan ve şu zamandaki meselelerni şu o'zi qo'lda kitobga tatbiqlash orqali şu zamonga loyiq holatda masalani hal qilgan. Buningdan biz nimani bila olamiz degan vaqtda bizmi o'zimizning zamonasida ve o'zimizdagi makonasida bu masalalarning o'zini Qur'onga to'g'ri tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qilish buning o'zini bildirib degan gap. Ve Allah Teala'nın buyrug'ini degan vaqtda zamonimiz ve makonimizga loyiq holatda ijro qilishni bildirdi. Yani buning o'zi yig'ib aytgan vaqtda zamonimizga ve makonimizga loyiq odam bo'lish ve shuning loyiq ish qilishni asos qildi degan gap. Şunun için biz maydalıkta ilim sahasida to'xtalgan vaqtdami Peygamber Aleyhisselam zamanında ilifbani o'qish, birga ishkini qo'shishni bilish misoli bu hisoblangan bo'lsa, hozirgi vaqtda u Qur'on yodlash yoki bir ilifbani o'qib qo'yish ilm hisoblanmaydi. Chunki hozirgi vaqtda hozirgi zamonga loyiq o'qimasa u odamni bir narsa bildi deb hech kim e'tirof qilmaydi. Shuning uchun bir zamandaki ilimning o'zini davomli ilim deb qiyomat qoyim bo'lishlik so'rab yurish bu bir xatolik. Misol biz davomli tilg'ayotimiz dunyoning har qaysi joylarida, misol Turkiyaga borsak jiqaroq ko'ramiz. Shu yoshlarimizning o'zini Qur'on kursiga akirib olib, u yerda Qur'on yodiltirgan, Qur'on tugab kelsa hadis yodiltirgan, uningdagi fiqhni yodiltirgan, shundoq uni yeshini 20 yoshga kirdirib o'tib onu da sen boldu hem de hemen her şey boldu da çıkırıp koyduğun bunda işler var. O adam sırtı çıkandan keyin hiç nima kağıt gelmeydigan. Zamanımızdaki bilimden hiç kandak bir nersinin haberi yok. Bir maşının çakı teşrif kesti, maşının çakını çıkarıp yani bir çakını yangi işleri rahmetli yok. Misal
Yani bu holatda qilib qo'yapti bolaning o'zida bizniki yoshlarimizni asholat qilib qo'ydik. Demak, bu hozirgi zamonda Qur'on yodlash, hadis yodlash bu narsa hech bir zaman ilm hisoblanmaydi. Hadis yodlash zaten ziyonliq insonlarga. Bu islomning eng ashaddiy dushmani bu. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda biz millatni behuda, ya'ni bekardan bekar inson keraksiz narsalarni o'qitish va inson keraksiz narsalar bilan mashg'ul qilish orqali uning umrini o'tkazib o'tib, millatga, insoniyatga foydasi ayri qilib qolsin, o'ziga foydasi tegmaydigan, o'zining avlodlariga foydasi tegmaydigan mundaq bir inson qilib qo'ymasligimiz lozim. Shunga biz davomli devatimiz, avlodlarimizni biz hozir zamonga loyiq inson qilishimiz lozim. O'tgan yil ben Abduqodir Yapcan bilan ko'rishgan vaqtda Abduqodir Yapcan mushu gapni degan. Hozirgi mollalar bizdagi yoshlarimiz butunlay o'zi bizning xalqimizni qadin chiqaryapti deb mollalar ustiga shikoyat qilgan bu. Ammo qatim yuzini mayliq ko'rib lekin bizga bundaq gapni qilyapti-da. Yani bundan biz bilib olamizki, her peygamber o'zining zamonasiga loyiq ilmlarni o'qishni shu yerda xalqqa topshirgan bo'lsa, Alloh taolaning buyrug'i bilan bizniki hozir qilgan ishimiz nima desa, payg'ambarniki shu o'zi usva, ya'ni shu aloyidligini biz aloyidliklarni o'rganimiz desak, payg'ambardan o'rganadigan narsa bizmi o'zki yoshlarimizga zamonimizdagi ilmlarni o'rganishga tashabbus qilishimiz to'g'ri bo'ldi degan gap. Zamanımızdaki alim buluş lazım. Zamanıvi alim buluş lazım bular. Zamanımızda başka milletler nemini bilido, nemini kılalaydı, şunu kılalaydıgan, bilalaydıgan insanlar buluş lazım. Yani bu şu peygamberlerniki, şu öz zamanımız kılan işiniki bizim zamanımız kelgen vaqtda kılıç değişik bo'lgan kısmı şu degan gap. Bu haqda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sure Bakar'niki 134. ayetinde tilke ummetun qad khalat laha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tusalun amma kanu ya'malun degan ayet var. Burunqlarning ishi o'zga, sizlarning ishingiz o'zanligi, sizlar ularniki qilgan ishlaridan mas'uliyat tortilmaysizlar deydi Alloh taolo. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda davomli boshqalarning burunqi o'tib ketganlarniki qilgan ish harakatlarining o'zini bozorga selib Peygamber Aleyhisselam anı kılan, sahabe manı kılan, Abbasiye sulalisi manı kılan, Umayye sulalisi manı kılan diş bizge hiç kadar işini ne kupamaydı diyen gap. Hiç kadar işe yaramaydı bu diyen gap. Bu yerdeki ne mi diye vakti velekum ma keseptum diyenin özü sizlerin kıgaşının özelliği diyen ma cümlenin özü ne mi bildirdiyse sizlerin özelliği şu turuvatkan cayında yaşavatkan zamanında özelliği layık iş kılışını gerek diyen gap. Biz peygamberin qilgan ishini, sahobaning qilgan ishining o'zini bu yerda o'zi haq so'zlash orqali biz g'alba qilishga hech qanday bizniki nemimiz yo'q degan gap. Bu g'albiniki, g'alba qilishning yo'li bu emas degan gap Alloh taolo. Buni deyapti bizga. Uning uchun ular shu zamonda shuni qilganlik uchun shu g'albini qozondi. Endi sen ma zamoningda bu makoningda g'alba qilish uchun sen nima qilishing kerak? Senmi o'zingga loyiq, shu zamoningga loyiq ish qilishing kerak degan gap. Şuna hürmetli qarindoshlar, bo'libmi diniy sohadagi qarindoshlar bundaq narsani jiq nima qilish kerak, his qilish kerak. Biz avlodlarimizni o'tmishdagi bir zamonga loyiq insonlar tarbiyalab qo'yish uchun o'zimizni saqlashimiz lozim. Hozirgi zamonda zamonaviy inson bo'lish lozim. Shu Yahudlarning masalan 3 Yahudniki birsi doktorlik unvoni bor deb hozir dunyoda shundaq o'zi danqi bor bularniki. Şu Yahudi de bak kalla, bu Hristiyan da bak kalla, başka millet de bak kalla ço, Uygur milleti de bak. Onu çokum okuyalaydı, çokum bilalaydı ve çokum netin kazanalaydı. Biz şu ballarımızın özge destek beralısak, yardım kılalısak, bu ballarımız onun özüne başlayıp çıkalaydı. Hazır dünyanın sonra vatkan, şu özü prezidentler, dünyadaki liderlerinin özü ço, biz okşaş, bizim ballarımız okşaş insanlar. Hiç kandak artıkçılığı yok. Fakat ular o'qigan.
Ammo biznikichi desa, bizniki avlodlarimiz biz yaxshi o'qiolmagan bo'lsak ham, bizniki avlodlarimiz yaxshi o'qisa, shu holatga yetadi degan gap. Alloh taolo Qur'oni Karimda va vada'na anka vizrakallazi anqaza zahrak degan o'zi bir oyat bor. Bu oyatning o'zi nima deydi desa, payg'ambarniki ustidagi eg'ir yukni Alloh taolo Qur'oni Karim orqali yengillatganligini bayon qildi. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karim bir bilim bergan kitob. Bilim insonning ustidagi yukni yengiltirgan narsa. Ya'ni bizning uchimizda hozir Uyg'ur millatining uchisida nihoyat eg'ir bir yuk bor. Bu yukni yengiltirgan, bu yukni o'z ep tashlaydigan narsa nima degan vaqtda bizning kuchimiz emas, bizning bilimimiz. Bilim o narsaning o'zini yengib chiqa oladi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda biz Qur'oni Karimni tanishtirgan vaqtda bir qur deb o'tdik. Qur'oni Karim ibodatga maxsus ibodat qilish uchun o'zi tushirilgan kitob emas, ilm kitobi bu. Uning uchun Qur'oni Karimning birinchi tushgan oyatining o'zi o'qi degan o'zi oyat tushlik. Shuning uchun biz Alloh taoloning shu birinchi oyat buyruqqa amal qilgan vaqtda qolgan buyruqlarning hammasini shu ilm orqali hal qila olamiz. Chunki hamma narsaning ochqichi ilm. Uni ilmni, ya'ni bir narsani bilmay turib, hech qanday narsani hal qila olmaydi inson. Masalan, nurg'un odamlar Allohga ishondim, payg'ambarga ishondim deydi. Qanday ishondingiz desa, hech nima deb beramaydi. Çünkü o sahada hech qanday ilm yo'q o insonlarda. Qarg'ulachi ishniklik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, birinchi sen o'qi. Xudoni tunimgan vaqtingning o'zida o'qib, tunib adik iymon keldi. U yerning o'zida shu Iqra bismillahki 5 oyatining o'zida Alloh iymon keldi degan nima kelimi yo'q. Nima uchun desa, Allohga ishonish uchun u Alloh degan qanday zot, uni birinchi o'qib bilish lozim. Ahirda ellemel insan malem ya'lem deb o'zi oyatni ashuna xulosalaydi. O'qishdan maqsad bilishni asos qildi Alloh taolo. Bizniki cho'disi, bizniki mollachoqlarimizni hammasi o'qiydi. Nayt o'qigan zodi. O 20-30 kitob, bu halqi tafsirdimi, necha tafsirini o'qiydi. O'qishdan g'oya bilish lozim. Bilish bo'lish lozim bu yerda. Bo'lmasa o'qadam jiq dunyoda. Ammo o'qib uni bilmaslik o'qimagan bilan o'xshash. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, dunyoning aqos joylaridagi qarindoshlar, bu yerda bizniki Qur'oni Karimni tushuntirish, Qur'oni Karimni asos qilish bu nimamizda, programmamizda nima uchun degan vaqtda qaytirib kelish 1400 yil burungi zamonda yashamaslik lozim, hozirgi zamonda yashash lozim. 1400 yil burungi ilmni ilm deb uni eslab olmasdan hozirgi ilmga eslash lozim. Hozirgi zamonga loyiq inson bo'lish lozim. Biz shunga o'zi akilish uchun harakat qilayotgan bir programma bu. Hamda payg'ambarlarniki yana bir o'zi ishi nima bo'lgan degan vaqtda barliq payg'ambarlar oldi bilan o'z millatini qutqazgan, o'z millatniki birlik va barobarligini amalga oshirgan. Qur'oni Karimning o'zida, masalan, sura Arab deymiz, yana boshqa suralarning o'zida, Nurg'uyaning o'zida va ila adin ahahum Shuayban va ila adin ahahum Hudan degan shunday kelimalar nojiq keldi. Bunday jumla nojiq keldi. Bu nima degan vaqtda qavm nima ahahum deganning o'zi ashlarning qarindoshi, ash millatning ichidan chiqqan bir odamni ularga payg'ambar qildik. U payg'ambar shularning o'zini mandaq so'zlarni qilish orqali ogohlantirdi. Ularni yomonlikni to'sdi, yaxshilikka undidi degan to'g'riliq Qur'oni Karimda nojiq oyat. Payg'ambar o'z millatini qutqizishni birinchi asos qilgan. Masalan, Musa alayhisalomga kelsak, Musa alayhisalom Misrda yashayotgan bir odam. Bütün Misrni qutqizish meniki gardimdagi ish demasdan birinchi qilib Bani Isroilni qutqizishni asos qilgan. O'z millatini qutqizib bo'lgandan keyin, undan keyin boshqa millatni qutqizish uni gardimdagi vazifa. O'z millatini qutqazmay turib, boshqa millatni qutqizma deb bizniki ahmoqlikka o'xshash. O'z millat ayrı qilib qolsa, Suriya, Iroqga verib, Afg'onistonga verib, boshqa
bir insonlar uchun jon berishning o'zi nima desa, bu kurash qilish. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda ko'rsatgan jihad nimasiga to'g'ri kelmaydi degan gap. Jihad usuli to'g'ri kelmaydi degan gap. Biz o'zimizga dushman bo'lmagan bir insonlarga qarshi dushmanlik qilish bu Alloh taoloniki va man yata'adda hududallohi faqat zalama nafsa degan oyatga to'g'ri keldi. Ya'ni kimki o'ziga hujum qilgan, o'zi qarshi turgan, o'zini o'ltirim deb kelayotgan yoki o'ltirgan insonlarga qarshi kurash qilish u odamning vazifasi. Masalan, bizning vatanni Xitoy besib oldi. Xitoy qarshi kurash qilish, Xitoyning vatanni qo'g'lab chiqarish, vatanimizni mustaqil qilish, millatimizni erkinlikka erishtirish bu bizniki birinchi vazifamiz. Buni qilmay turib boshqa yerga berib, boshqa insonlar o'zi Amerikalikdan Yevropalikni qutqizamiz deyishning o'zi butunlay o'zimizga dushman tepishdan boshqa narsa emas. O'zimizga o'zi dushman bo'lmagan bir insonlarni o'zimizga dushman qilishdan boshqa narsa emas bu. Hozir misol Hamas bilan Isroil o'rtasida urush bo'lyapti. Urush bo'lsa buni musulmon bilan Yahudning o'rtasida urush deb buni o'zi ko'k ko'tarib ikki dinning o'rtasida urush holatiga akib mundaq o'zi gap qotgan insonlar bor. Bu yerki narsa nima desa, ikki diniy sohadagi insonlarning o'rtasida urush emas. Yahudlar masalan Sharq Turkistonda bir Uyg'urni o'ltirgani yo'q. Yoki olmaydi Turkiya, yoki olmaydi boshqa musulmon o'lkasiga berib bir odamni o'ltirgan yeri yo'q. U ikkisi urushyapti bu yerda. Demak, bu yerda nima desa, Arab bilan Isroilning urushi emas bu. Hatto kichiltib kelsak, Falastin bilan Isroilning urushi emas. Ashu nim bilan, ashu Hamas bilan Isroilning urushi bu. Uning uchun biz bu yerda nima qilamiz degan vaqtda biz o'zimizga dushman bo'lmagan, bizga hujum qilmagan bir insonlarni, bir millatning o'zini o'zimizga dushman tutish, Qur'oni Karimda Yahud Nasarani etib chiqib deb o'tirib, o'zimizga boshqa hech bir bizga ziyon solmagan bir millatning o'zini, bir davlatning o'zini o'zimizga dushman tutish, buning o'zi o'zimizga ziyon. Qur'oni Karim yani Alloh taoloning qo'ygan prinsipiga ham zid. Nima uchun degan vaqtda sana dushmanlik qilgan, sana hujum qilgan dushmanga qarshi sen hujum qilishing kerak deydi Alloh taolo. Fatadu bimisli ma'tada alaykum deydi. Yani sizlar kim hujum qilgan bo'lsa, shunga o'xshashlar, uning ustiga hujum qiling deydi. Bu yer nimani bildirdi desa, hujum qilmagan sizning dushmaning emas degan gap. Uning uchun bizga o'zi Yahud Nasara nima hujum qilmadi? Biz bularni dushman deb qaramaymiz. Arablar bizga nima hujum qilmadi, biz ularni dushman deb qaramaymiz. Hech qaysini Pokiston bo'lsin, mayli hech qanday bir davlat bizga dushman emas, faqat bizning dushmanimiz Xitoy. Nima qildi degan vaqtda Xitoy bizga dushmanlik qildi, Xitoy bizga hujum qildi, Xitoy bizni besib oldi, Xitoy bizniki naslimizni qurtaman deb o'z odamlarimizni o'ltirdi. Uning uchun u bizning dushmanimiz. Biz bu dushman qarta harakat qilishimiz lozim, bu dushman qarta so'z qilishimiz lozim. Bu diniy nuqta, dinning o'zini biz bunda qilqi prinsipini tushunishimiz lozim biz. Dinchilik qilib bu yerda diniy e'tiqodni ko'rsatgan qilib butun musulmonlar xalqaro musulmon bo'lib bu yerda bizniki xalqimizniki yoshlarimizning bo'libmi beshini qaydiradigan ishlarni qilish bu butunlay xato. Turkiyada o'zi turklar namoyish qiladi, namoyish qilaversin. Turkiya o'zi manfaat uchun namoyish qiladi. Ammo bizning millat u yerda u namoyish chiqmasligi lozim. Nima chiqdi u yerga namoyishga? Isroil raketalarni bizning vatanga tiklab qo'ygan bir yer yo'q-ki. Faqat bizniki deydiganimiz u yerda nima degan vaqtida aşağıda beguna o'ltirilayotgan, mayli qotil tarafdan bo'lishi qat'iy nazar. İsroil tarafından beguna o'ltirilayotgan inson bo'lsin yoki shu Hamas tarafidan beguna o'ltirilayotgan insonlar bo'lsin, buningga biz endi bu to'g'ri ish emas. Buning o'zini biz to'g'ri deb qaramaymiz hech bir zaman. Ammo shuni sabab qilib o'tirib, butun o'zi Yahudilarni bizga dushman yoki butun o'zi Isroilning o'zini bizga dushman deyish bu bizga to'g'ri keladigan narsa emas. Çünkü biz özümüzün düşmanını aniq tunishimiz lazım. Meniki shu nimada Facebook qo'ygan narsalarim bor, shu dushmanni to'g'ri tunish degan bir mavzu. Maxsus nurg'un oyatlarni keltirib qilgan.
agar vaqtingiz bo'lsa shuni o'qisangiz bo'ladi. Ham dushman to'g'ri tunish sohasida biz shu fidoyilar ekranidan maxsus shuni nim qildik. Ya'ni buni biz buni nima deyapmiz degan vaqtda masalan Musa alayhissalomning dushmani Fir'avn bo'lgan. İbrahim Aleyhisselam düşmanı Nemrut olgan. Hem Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanı çoğu diye Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanı ya şu vakit Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ın ortak düşmanı kim olgan dese Yahud, Nesaralar ve Mekke müşrikler olgan. Yani hiçbir zaman Musa Aleyhisselam babam İbrahim'deki düşmanı Nemrut olgan ki ben Nemrut'un düşmanı tutuşum gerek deb yendiki Fir'avn'u taşlap koyup Nemrut yaşagan yeri bulmagan. Hem de Peygamber Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam düşmanlar falanlık deb at yaptırıp uyak bağın emez. Yüzlüğü bivası düşmanlık kılan insanlığa ya da toplum karşı özü köreş kılan. Bu bizge ne bildirdiyse biz onun Peygamber Aleyhisselam'ın bu iş hareketlerden ve bütün peygamberlerin iş hareketini bizdeki ögündüğün bu nokta ne mi diye vakıda biz mi özümüzdeki düşmanıge özümüzge düşmanlık kılan düşman karşı köreş kılışımız Allah Teala kösetken yol ke diyen gibi. O Yahudi'den sonra hammasi düşman bo'lmoqmi degan Peygamber Aleyhisselam. Şunda olsa düşman boğanlık karşı kıldı mı? Şu vakıda. Mesela Medine'de 5-6 kabile oldu. Şunun da 2 kabile düşmanlık kılgandakin mesela Xayber, Beni Qurayz deyimiz aşına karşı köreş kıldı. Ama düşmanlık kılmağını Ebu Bekir, Ömer, Osman o halifelerinin hemen zamanında kul toktan ba biz şu boyunca iş kılımız diyendikinler ulu iş kalsın onu tekmegen şu boyunca yaşap ötüp gittiler. Demek ki bir milletin içinde mi karşı tuğan karşıga qarta hareket kılış devletniki işi diyen gibi. Bütün bir milletni millet süptide yok kılış için hareket kılış milletçilik noktasından bu özü ağır cinayet. Mesela Xitay hazır şuna kılıvatıdı. Dünyada özü insaniyet karşı yani insaniyet oturusunda düşmanlık payda kılan iki nesi var. Kur'an-ı Kerim'in tasvirleşince birincisi milletçilik, ikincisi dinçilik. Bu neyse insaniyetin oturusunda düşmanlık payda kılgan neyse. Onun için dindar buluşumuz nayet güzel bir neyse. Lakin dinçilik kıldım da başka dindikiler hakaret kılış. Özümüz felaket ekildiğin neyse. Yani birisi bütün peygamberler özündeki sulalısını özündeki mandahiyet kavat kip çıkış menbesinin özüne yaxşı düşergen insanlar. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kısak Musa Aleyhisselam'ın özündeki şu İbrahim Aleyhisselam'ın kelgen şu nime şu Yakup Aleyhisselam'ın neslinden boğan aşındaki kelliginin özüne yaxşı bilgen bir adam onun için Beni İsrail'de İsrail evlatlarının özüne kutuluşka bel bağlayan bir kişi. Peygamber Aleyhisselam'a çölge vakti o Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala məxsus ayet düşügen mesela İbrahim'deki milletinden diyen kartta ayet var. Şu özü Sure Hec'deki 78. ayette وَجَاهَدُوا فِي اللّٰهِ حَقِّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ millete İbrahim ebikum millete ebikum İbrahim diyen şu ayetler var. Bu nimet bildirdi diye vaxtıda Peygamber Aleyhisselam'ı yüzündeki ecdatlarını özü yaxşı tuğunğan adam şunun için şu ecdatlarındaki yani şunu da şahlap kelgen bütün milletin özüne bir toplum haletiga kelgen. Yani Yahudlu olsun İbrahim'de ibaret bir nesilde kelgen insanlar bu başka onun özüne hemesini çöldüse bir bayrağını astığı yıkkan. Bu bizge nemini bildirdi diye vaxtıda bizim özümüzün ecdadını bilişimiz lazım. Uğuzxanını bilişimiz lazım. Sutuq Buğraxanını bilişimiz lazım. Tarihte ötken öz ecdatlarımız kurgan devletlerimizni ve şu tarihte ötken öz kahramanlarımızı, alimlerimizni bilişimiz lazım. Yani devamlı biz Arap'ın kahramanlarını maktap olturuş, Arap'ın özü tarihini ögünüş, Arap'ın medeniyetini ögünüş emez. Bu yerlik nesi mi diye vaxtıda bütün peygamberler öz medeniyeti içinde öz tarihini ravajlandırıp öz milletinin özünü bir yere ekilişindeki g'amida bo'lgan bo'lsa bizmi shu g'amda bo'lishimiz lazım. Biz o g'amda bo'lishimiz uchun nima desa biz İbrahim'in milleti demesligimiz lazım bu yerde. Nima uchun degan vaqtda bizning bobimiz İbrahim emas, O'g'uzxon bizning bobimiz.
Her milletniki bir kutsal bir nesli olur bu yerde. Onun için biz özümüzün kutsal neslimiz ne degan vaqtda Oğuzhan. Misal. Şunun için biz özümüzdeki bu o'zi nima deymiz onun o'zini? Mushu Kahramanlarımız. he? Milli kahramanlarımız. Milli kahramanlarımız hem özümüzdeki bir simbol bu. Özümüzdeki Evet. nayetki yürügümüzde Doğru mevcut mu? çıkırışlı bulmaydigan derecedeki bir narsa bu. Sen kimning avlodi degan vaqtda biz Oğuzxonning naslidan biz. Oğuzxon degan mandaq odam deb Oğuzxon dastonini bilishimiz lazım, o'qishimiz lazım. Undan faxrlanadigan bo'lishimiz lazım. Onun için masalan hajjiga hayotimizni bir qatim borsak bo'ldi. Agar berishib qolsa. Qog'inigacha degan vaqtda Mong'oliyadagi Oğuzxonniki o'zi nima obidalari va mango tashlari va andakini o'zi Tonyuqniki mango tashlari va uningdagi misol vatan kirish imkonimiz bo'lgan vaqtda misol Sutq Bug'roxonning qabristonligi va Qashqarda Mahmud Qashqari Yusuf Qasojevniki qabristonligi va uningdagi Uyg'ur idxutxonliginiki o'zi xarobalari va Muşyanın hammasini degan vaqtda masalan Uyg'urlarning ming uyi va bu narsalarning hammasini ziyorat qilish bizning vazifamiz degan gap. Nima uchun degan vaqtda bu bizning kutsal narsalarimiz. Bu bizniki qanday bir millat bo'lib kelganligimizni ko'rsatadigan bir alohidlik bu. Bir simbol bu. Misol shu o'qigan odamdan so'rab boqmancha, hozir bizga shunday haqorat qilayotgan insonlar bor. Qasdi birisi shu ming uyni o'zini ziyorat qilib boqqan birasi bormi shuni ichida misol. deb qaralganligi uchun ziyorat qilmaydiganligini taqvolikqa ko'rsatdi-da, ashta tushunib keldik. Mana shu o'zi bizniki milliy bu nimani ko'rsatdi desa, payg'ambarlar o'ziniki burunqi qahramonlarni, burunqi payg'ambarlarni yoki shu qahramon ajdodlarini ko'rsatish orqali millatniki milliy ruhini o'g'atgan, millatning milliy birligini o'zini vujudga chiqargan. Bu bizga nimani biz chiqargan dars va nima degan vaqtda biz shu qahramon ajdodlarimizning o'zini avlodlarimizga eslatish, o'zimiz eslash orqali o'zimizda bir milliy ruh paydo qilish va avlodlarimizga milliy ruh paydo qilish va milliy birlik paydo qilish bu yerlik narsa. Shu orqali nimani paydo qilamiz degan vaqtda milliy mafkura deydi, milliy tafakkur. Ya'ni Uyg'urni Uyg'urish tafakkur Uyg'urcha o'z fikr yurgiza oladigan bundaq holatni shakllantirish bo'lish lozim. Bundaq bo'lmasa bu millatning o'ziga biz kesh arab qahramonlarini, arabning podshohlarining o'zini so'zlab berish orqali bu millatga arabcha bir tafakkur paydo qilish bu nihoyat xato bir narsa bo'ldi. Chunki biz arab emas. Uni arablar qanchalik qilsa bo'laverdi. U Abu Bakr, Umar, Osmonning qancha maqtavasin. U zaten maqtasa ularga arziydi. Ama bizcha degan vaqtda biz agar Uyg'ur bo'lsak, biz boshqa bir millat bo'lsak, biz o'zimizning qahramonlarini, o'zimizning ajdodlarimizni, o'zimizning ajdodlar qurgan davlatlarimizni, shu zamon yaratgan madaniyatlarning o'zini, shu zamondagi o'zi olimlarimizni, buni o'zi millatimizga eslatishimiz lozim. Avlodlarimizga buni o'rgatishimiz lozim. Misol shu hozirgi elifbaning o'zida nurg'unlar Turkiyadan chiqdi. Türkiye'de keş aşının özüge Mekke Medine'nin suretlerini çıkarıp koydu. O halkı Ebu Bekir Umer'lindeki bununki isimlerini çıkarıp koydu. Oğlunu Arap'la çıkarsın. Biz çıkarışımız gerek. Onun için ne kılışımız gerek diye vakıda o milli ruhunu onunla payda kılışımız lazım. Şu vakti Elifbe'nin özgü mü? Mesela o nemini ki mesela Arap'ın halifeliği o bunu yazganı onuğa Qarxanlar dövleti mesela ne? Uygur idxutxanlığı, Uygur urxunxanlığı mesela Köktürkler dövleti, Seydiye xanlığı degende bu devletlerin ismini yazışımız gerek. Arap'ındaki öz tağlarının ismini yazganı onuğa özümüzdeki Tangırtağımızın özünü tarım oymalığımız deyimiz, Cungarı oymalığı deyimiz. Bunda yani yazışımız gerekmiz. Arap'ın sularını yazganı onuğa özümüz tarım deryası diyen okşaş İl deryası diyendek bunda deryanın ismini yazgan vaktimizde ballarımız mı bizneki
vatanimizning qanday bir go'zal yer ekanligini, bu vatanimiz nima borligini buni bilalaydi, ham ashundan o'zimizning tarixini bilalaydi degan gap. Bu bolalarga ash sabab bilan milliy ruh paydo bo'ldi. Mush yerda bir İslomiy savol vojib Biz bu bo'ldi. boshqa bir millatniki, arabning, farisning yoki turkniki bunda xalqi nasllarni biz o'rganish orqali yoki bolalarimizni o'rgatish orqali hech bir zaman uyg'ur qilolmaymiz bolalarimizning o'zini. Bir zaruriyat oldu mana bu savoldan birisi. Bayatinki sizlar ko'z tutgan o'rnaklar bizning o'zimizningki milliy iftixor faxrlarimiz yoki qadriyatlarimiz, burunqi o'tgan tarixiy yordamlarimizni ta'kidladilar, ilgari surdilar. Endi bizga hozir kelgan ta'lim tarbiyada o'rnaklar boshqa yerdan berildi. Buningki sababini diniy tushunchaga, diniy nuqtaga bog'lab turib tarbiya qildida. Masalan, sahobalarni suyish, ularning ismlarini qo'yish, arablarningki tog'lari, yemak-ichmaklari masalan. Bularning hammasini diniy tushuncha bilan singdirdida bizga. Masalan, homiy sunnat shaklida. Undaqda bu yerda bir bizga savol chiqadiki, hozir sizlarning qo'rqmay hatta ming'oyni ziyorat qilishimiz kerak degan gaplardan chiqib turdiki, chunki bir diniy manba bo'lgan bo'lsa, u diniy masala bo'lgan bo'lsa, buni o'ylashib deyish kerak bo'ldi. Demak, mishadan aqlga ishora dango'jvoldir shaklida bir narsa chiqyaptidiki, bekerak ajoyib dedim men. Ya'ni bu xil tanlashlar, bu xil tavsiyalar millatni o'zining asli kimligi bilan sug'urish, kuchlantirish, buning bilan iftixorlantirish xarakterdagi bu xil urinishlar yoki bu xil izlanishlar diniy nuqtadan emaskan degan bir narsa oldi mening tushunchamda. To'g'ri tushundimmi yoki? Yo'q. Bu xato tushuncha bu. Ha. Bütün payg'ambarlar, masalan, Musa alayhissalom Misrda shu İsrail millati nemini kiygan bo'lsa shuni kiyib, nemini yegan bo'lsa shuni yeb, qanday tomoq qilib yegan bo'lsa shunday tomoqni qilib yeb, qanday tilda so'zlagan bo'lsa shu tilda so'zlab o'tdi. Payg'ambar alayhissalom Makkada Arabning kiyimini kiyib, Arabning musiqasini tinglab, Arab so'zlab, Arabning tomog'ini yeb, Arabning meva-chevasini yeb o'tdi. To'g'ri emasmi? Xo'sh. Payg'ambar alayhissalom Amerikadan tomoq olib yemagan-da. O'sha Amerikadan bilmaydi ahsan. Bu yerdagi masala nima bo'ldi shu vaqtda degan vaqtda har payg'ambar o'z madaniyati doirasida harakat qildi, o'z millatining ichida harakat qildi. Bundan bizning oldigan darsimiz nima ekan degan vaqtda bizmi o'z madaniyatimizning ichida yashashimiz kerak, o'z madaniy meroslarimizga ega chiqishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom Makkaga berib Ka'bani aylandigo. Ka'ba degani Arabning madaniy merosi u. Bir tarafdan. O yani tazlab qayta o'zi butxonti, uning o'zi aslida u butxonning o'zini butlay ichida butlarni ep chiqir tashlab etib, buni qayta ibodatxonaga aylandi. Bizga nima deb berdi? Biz buni nima dars olamiz degan vaqtda bizning oldigan darsimiz u Arabning tupuruqi berib bu ishni qilish emas. Biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, masalan, shaxsan men Uyg'ur madaniyatining ichida, Uyg'urning kiyim kechigini kiyib, Uyg'urniki tomog'ini, lag'man polosini yeb, Uyg'ur madaniy meroslarga ega chiqib o'tishim lozim. Bu Qur'oni Karimdagi buyurgan narsa bu. Uning uchun bu yerlik narsa nima desa, millat bo'lish o'zimizning ixtiyorimiz bo'lmadi. Tug'ildik biz majburan. Unda qo'ygandan keyin Alloh taolo Qur'oni Karimda osmon zamin Alloh taoloniki bor va birligi qanday dalil bo'lgan bo'lsa, bir insonniki bir millat o'p yashi, ya'ni bir nimalqi inna fi xalqis samawati val arz va ixtilofi alvanikum va alsinatikum degan oyat bor-ku. Tiliniki va ranginiki har xil bo'lishi yana. Bu Alloh taoloniki bor va birligi bo'lgan bir dalil deydi Alloh taolo. Ya'ni har bir millat o'zining milliy kimligini saqlagan holatda yashash Alloh taoloning bor va birligi bo'lgan bir tal dalilni saqlaganlik degan gap. Uni saqlash qanday qildi degan vaqtda bu milliy kimlikka
ahamiyat berdi, milliy ruhini kuchlantirdi. Faqat bu yerda cheklanadigan bir narsa bor. O cheklanadigan narsa nima degan vaqtda men o'z Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Uyg'ur madaniyatini maqtayman, Uyg'ur bo'lganimga faxrlanaman, ammo boshqa bir haqorat qilish, boshqa millatning o'zini kamsitishning o'zini Alloh taolo cheklaydi. Nuqta bu. Ya'ni bu halqi millatni qanchalik o'zi nima qilsak, millat uchun qanchalik kurash qilsak bo'laverdi, uniki madaniyati, urf-odati, o'sani qanchalik taraqqiy qildirsak bo'laverdi. Va lekin boshqa millatni kamsitish yoki uning o'zini boshqa millatni ezish bundaq sabab bilan qilsak bo'lmaydi. Masalan, Xitoyga o'xshash hozirgi vaqtda. Xitoy hozir bizning vatanda o'ziniki halqi Beyjingdagi Ravaqniki shakldagi bijimlarni selib, Uyg'ur madaniyatini yo'q qilib, misol. Uyg'urlik Atlas ko'ylining Xitoyning xotinlariga kaydirib, bundaq qilyapti-ku. Mana bundaq qilish bu o'z Qur'oni Karimniki nimasiga zid degan gap. Xuddi shuningga o'xshashlar biznikimi o'zi mollalarimiz Arabning kiyimining o'zini Uyg'urlarga tavsiya qilib, Uyg'urlarning xotinlariga tavsiya qilib, u Arabning kiyimini kaydirishning o'zimcha desa, bu Alloh taolaning millat qilib yaratdim degan bu o'zi prinsipiga tamoman zid degan gap. Zid bo'lgandan keyin bu bir jinoyat degan gap. Yani Alloh taolaning millat qilib yaratganlikdan iborat bu milliy kimlikni saqlash bizning vazifamiz. Buning o'zini biz saqlamadikmi, Alloh taolaning shu buyrug'iga itoatsizlik qildik degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz ajdodlarimizning qilib qolgan bu narsalarni o'zini e'tiborlab, sirib supurib, buni o'zini paqirtib yashash, bu ajdodlarimizning qilib qolgan narsa bu deb uni e'tiborlash, u o'zimizniki milliy kimlikka ega chiqqanligimiz deb hisoblandi. Uyg'ur bo'lib yashash kerak, Arab bo'lib yashash kerak. Shu vaqtda hammasi o'z o'rniga tushgan bo'ldi. Bir Uyg'ur Arab bo'lib yashamaydi hech bir zaman. U yashagan vaqtda millatini satgan bo'ldi vaqtida. Undaq dinning, ya'ni islomning ta'limotida milliy va bir rayonda bir yashagan millatninki yoki bir guruh millatlarninki o'rtaq manfaati asos qilingan amirlarga buyurilgan kunda hisobda bular ifodalamagan biroz ters bo'ldi. Lekin bayonotga tushunish bo'yicha chiqqanda mening tushunishim shu edi, hamda bu diniy masala emas, balki insonlarning o'zining ixtiyor masalasi o'xshaydi deb o'ylagan, lekin unda emaskin hozir. Lekin shu buyruqni ijro qilishda boshqasini qarshisiga do'rab, ularning ulug'lagan narsasini emas, ular ulug'lagandek o'zimizning narsani ulug'lashgan. Albatta. Misol biz nurg'un bir ahmoq debdi ayda, Payg'ambar alayhisalom oyoq tekkan yerning o'zini sen Tangriga barobar sanading deb. Buningchilik ahmoqni ko'rmagandim hayotimda. Tangriteg'ini Uyg'urlar yaratganmidi? Alloh yaratdi uning o'zini. Bu yerda. U Makka Madinadagi Uhud tog'i bo'lsin, Abu Qubays degan tog'i bo'lsin misol. Uni Alloh yaratdi, u Tangriteg'ini Alloh yaratdi. Tarim daryosining suyini Alloh yaratdi, Zamzam suyini Alloh yaratdi. Bizning vatandagi o'z olmi nashbitni Alloh yaratdi, Saudiya Arabistonidagi qavmini Alloh yaratdi. U hech birisidan o'zi afzal yoki ulug' emas. Hammasi o'xshash narsalar. Nima deb biz o'zi Arabning tuprog'ida bo'lib qolganligi uchun qavmining o'zi uni biz nima uchun o'zi qadrlab ketadiganmiz? Qadrlayversin ular, osmonga chiqib olsin o'zining ishi. Lekin biz qadrlaydigan narsa nima desa, vatanimizdagi meva-chevar bilan. Sizlar bayatdan ular o'zining tog'larini, bog'larini qanchalik qadrlayversin. Uning uchun deyotdi-ku Makka Mukarrama, Madina Munawvara deb turib shunday ataydi-ku. Ataversin, Jannatul Firdavs deb atsimi ataversin, u o'zining ishi. Ammo bizcha desa, bizning uchun Jannatul Firdavs bizning vatanimiz. Shuning uchun biz ulug' vatan, ona vatan, misol, shunday deymiz uning o'zini. Qanchalik o'zimiz uni qanchalik so'yganligimizga, vatanimiz qanchalik so'yganligimizga bog'liq narsa bu. O Baytul Muqaddas deydi, Yahudlar ayni Baytul Muqaddas deb atagan-ku. Muqaddas degan pokiz degan gap. Bir tarafdan pok, bir tarafdan qudsal degan inson ulug' bildigan yer degan ma'noni bildirdi-da. Demak, ular u yer Yahudlar uchun shunchalik o'zi, Bani Isroil uchun ashundaq o'zi muqaddas yer u. Biz uchun degan vaqt biz uchun muqaddas yer vatan.
Demek bu yerki narsa nima desa, her payg'ambar o'zi turayotgan tuproqning o'zini mush nihoyat ulug' tuproq, mush muqaddas tuproq degan bo'lsa, biz ulardan oldigan darsimiz nima ekan shu vaqtda desa, tamam, u payg'ambar u yer o'ziniki tuprog'ini o'zini muqaddas bilgan bo'lsa, men o'zim tuprog'ini muqaddas bilishim kerakka degan narsani biz dars qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom to'g ulug'. Uni suydigini ichib olsak andaq bo'ldi. Böyle bir video var, anca-muncha chiqib qoladi sosyal medyada. Bir grup insonlarni keyniga qaratib qo'yib, dastlab bizga jinoiy harakatlarni boshlaydi. Anaqa o'ziga to'g'rilab turib. Sen mashina qarshon keyningisiga do'rab ber deydigan. Uni do'raydi, yana keyningisiga o'rilib, yarjisiga bitin o'gitidi, harakatni har bir qatam o'gitib mangan chog'da eng beshida boshlagan harakatlarni, eng ayriliq harakatni selishtiruv qiladi-da oxirida. O'tirib acayip bir kulüp bir meydan çıkıdı ki, yani naq meydanda insan özünün gözünden köygen bir hareketini doğrap, kendisiga doğrap verivatkan halette tahminen 15 adamın arasındaki hareketin ortasında çıkan farklarını düşündürüp bergen bir video hamda. Bunun neç varyantı var? Benim şu aş köğüsleyen hareketinin ki asli nemiş geldiğini karamay, edemge karab turuluş şekildeki, yani hata görülüşten kelip çıkıdı ekan da. Elbette. Aslidagi harakatning o'zini ko'rgan bo'lsa, u o'ttirdagi xatolik farqi o'zgarib qolmaydi. Bizning o'sha ko'rsatilgan narsaga qaranglar, ko'rsatishga emas degan fikrni o'tirib qo'yishimiz sabab bo'lgan narsa bu. Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan narsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan narsa Qur'on, manqa yo'li Qur'on, ijro qilgan Qur'on tursa, Qur'onni emas payg'ambarga eslab, payg'ambardan keyin undan keyin sahobalarning qo'li uzrab ketib, undan keyin boshqa imomlarga, undan keyin boshqa tabiin bu deb adamning ishlarida avadi. Endi oxirida olsa ahli sunnat va jamoat deb tuyoq, Sharunning to'pisiga changaning hammasi mening degandek ajnaq bir narsaga akilib bog'lagan bo'ldi. Alhamdulillah. Masal Qur'oni Kerimdagi yana mushu nemasining o'zida millatlar orasida bunday muomala qilish, biz uni davlatchilik sohasida to'xtalgan vaqtda deb o'tdik. Mushu Qur'onning g'oyasining o'zini tushunmagan nurg'un insonlar bor. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, misol Qur'ondagi Sura Baqaraga 193-oyatning o'zidami ve qatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna dinu kulluhu lillah degan o'zi mush oyatniki fa in tahaw fala udwan illa ala zalimin. Mush oyatning o'zigimi nihoyatda o'zi xato tarjim berayotgan ishlar bor. Bu nima deb tarjim qilib desa, sizlar bütün din Allah uchun bo'g'chilik, ya'ni bütün insonlar musulmon bo'lmagan bo'g'chilik holatda siz kurash qilinglar. Bütün insonlar musulmon bo'lganda andakin o'zi kurash to'xtatsanlar bo'ldi, bo'lmasa shuning uchun kurash qilinglar degan mundaq ma'no chiqib deb mundaq tarjim qilinglar. Natijada bu va yakuna dinu kulluhu lillah degan ibora var bu yerda. Ma'noda va yakuna dinu lillah degan oyat var. Bu nemini bildirdi desa, Allah uchun, yani bütün dinlar Allah uchun bo'lgan qadar kurash qiling degan gap. Bu nima degan bo'ldi? Degan vaqtda bütün din, yani mayli Hristiyan, bir adam Hristiyan bo'lsin, yani biz musulmon bo'lsin, yani biz o'zi Yahudi bo'lsin, yani biz Buddist bo'lsin, bütün o'zi shu e'tiqod qilgan odamniki dini e'tiqodi Allohga degan holatga kelganchilik. Yani bu nimani bildirdi desa, bir odam ikkinchi bir odamni dini nuqtadan chiqib, sen mening dushmanim demaydigan holatga kelganchilik holatda siz uchun kurash qiling degan gap bu. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom misol Madina Makkani fath qilgan vaqtida nimaniki Sura Tövbiniki 5-dagi 5 oyat tushgan vaqtida nima uchun o'zi Abu Sufyan shu Muaviya shu vaqtda 20 yosh atrofidagi vaqtdagi ashlarning o'zini o'ltirmaydi. Ashlar islomni qabul qilmagan. Ular bo'ldi. Biz shu o'zimizning diniy e'tiqodni qilib qolamiz, ammo sizlarning diningizga hujum qilmaymiz. Sizning hokimiyatingizga biz bo'ysundik deganligi uchun ularni o'ltirmagan payg'ambar alayhisalom.
Mesela biz hazır Avrupa'da yaşayatımız o. Bir cemiyette Hristiyanlı var, Yahudlu var, Müslümanlı var, Şiası var, Alevisi var, Ehl-i Sünnisi var. Hemmesi ben şu mezhepte olsam mı? Ben özellikle şu mezhebide. Senin mezhebinle benim işim yok. Ben Müslüman olsam, ben fakat Müslüman. Sen Yahudi olsan özenge, benim olsundaki öyle işim yok. Kur'an muşundak boğal kadar köreş kılan değil. Yani dindarlık ne Allah Teala teşebbüs kılıklık dinçilik karşı köreş kılan diyen gap. Yani dinçilik diyen neymi diye vakta bir toplum ben Müslüman de oturup gayrimüslimleri öldürdüğün. Bir toplum Hristiyan bulup Hristiyan bulmagan başka milletini öldürdüğün mesela. Muşundak özellikle dinçilik noktasından başka insanlara düşmanlık kıldıgan, düşman körüdügan mundaq halet tamamen oturdun özü süpürüp taşlangan kadarço siz köreş kılınlı diyen gap. Şunun için Peygamber Aleyhisselam zamanında Mekke, Medine ve onun etraflarındaki insanlardan nurgullar mesela Yahudiler olsun, Nasaralı olsun, müşrikler olsun, Müslümanlar olsun hemmesi bir bayrağın aslında hatırcam özü bir adaletinin aslında hatırcam yaşagan. Şunun için bu yerdeki nesne mi diye vaxtda biz mana şu Kur'an-ı Kerim'deki ahirki Kafirin suresinin özü mü ahirki meniki dini itikadım özemge. Senin mi dini itikadım özemge? Seniki öyle benim işim yok diyen alet kegişlik Allah Teala köreş kılışının özüne buyuruyor diyenge. Bu yerde şu noktada biz bilip alayımız ki dini noktadan biz bir adamla düşman tutuş bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt diyenge. Hazır misal Müslüman biz de oturup Palestin'deki yani Hamas'ın özündeki dostu, özünün kerindiş görüp İsrail'in özüne düşman görüyotgan insanlar var. Ama ameliyat içiyor diye vaxtda ameliyatta her katım Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygurlar doğruluk biz avaz verilse o İsrail biz taraf durdu. Hamas'ın özü, Palestin'in özü Xitay taraf durdu. Muşunçilik nesli fakat ama ne için diye vaxtda bular Kur'an-ı Kerim'in prensipini bilmeydi bu okuyan adamlar. Okuydu rası ama bilmeydi bu adamlar. Şunun için bu atkan nesi bu? Bizge yana nihayeti ama bizge nihayeti kopal yani kirgen bir nesi var. Mesela bizning ajdodlarimiz islomni qabul qilgan vaqtda Qur'oni Karimni berib qo'yib, matarafdan atarafdan o'zi fiqh degan bir narsani berib qo'yiqliq. Abbosiya sulolasi zamonasida islomni qabul qilgan bo'lg'achqa, islomni shu nemadan Shia'ni qabul qilgan ekan Uyg'urlar. Masalan, shu Irondagi Samaniylar davlati degan bir davlat bo'lgan ekan, shu davlatning shahzodasi Abu Nasr Samani degan odam tilga ilindi. Sudh Buğraxon islomga kirdigan vaqtida. Demak, shunday o'zi bir kitob berib qo'yib, ondan keyin bu kitobning o'ziga, bu kitobda islomni qabul qilmaganlarni o'tirish, qabul qilib oxirini yenib olganlarni o'tirish degan o'xshash bunday o'tirishlar bo'lganligi uchun bizniki vatanda ichki urush bo'lib, ondan keyin o'zi minglagan, 10 minglagan, 100 minglagan hattoki millionlagan insonlarniki o'lishiga sabab bo'lgan. Ammo bu Qur'oni Karimniki ruhi tamamen zid bo'lgan bu ishlar. Agar bizniki ajdodlarimiz ashundan keyinmi yana Arabning hikoyalarini shu hadis deyilgan mayli Sahih Buxoriy, Sahih Muslim bo'lsin Ustoz yo'qolib ketdi. Alo? Qaysizlar? Alo? Alo. Alo? Ovozlar bor, ekran yo'q. Men Ustoz o'zimni qayta kutdim kirib herhalde. Shunday narsa bo'lg'achqa, shu Qur'onning sirtidagi bir narsa, arabniki o'ziniki urf-odati, o'ziniki territoriyasiga qarta nim qilingan tuzalgan bir narsa bo'lg'achqa, uni o'zi bizniki ajdodlarimizga mana degan fiqh deb bergandan keyin
aş fiqhini asas qilib din mush ekan deb o'tirib, o'z nurg'un insonlarimiz o'lib ketishlik. Ammo agar Qur'oni Karimni aynan shu vaqt ishlatgan bo'lsa, u vaqtdagi o'zi shu islomni qabul qilmagan, shu hokimiyatga qarshi chiqmagan asosda islomni qabul qilmagan insonlarimizmi hozir saqlanib qolib, vatanda Uyg'urlarniki soni aslab ko'p bo'lgan bo'ladi. Bir tarafdan. Yani bir tarafdan o'zimizniki butunlay ajdodlarimizni qilib qolgan shu yozma yodikorliklarning o'zini o'qishni tamoman o'zi yo'q qilib o'tgan. Arabniki shu hikoya cho'chaklarning o'zini o'qish, arabniki e'tiqod sohasidagi, ibodat sohasidagi rivoyatlarni o'qish, Qur'onning sirtidagi mushlarni o'qish odatga aylangan. Agar bizniki ajdodlarimiz Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajib, Alisher Navoiy, Al-Farabiga o'xshash olimlarimizning kitoblarini, mush rivoyatni o'qiganning o'rniga o'qigan bo'lsa, bu bizniki milliy ruhimiz o'lmagan bo'ladi va xalqimiz hozirgi mustamlikaga qolmagan bo'ladi. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida arabniki bu hikoyalarniki bizga zarrachilik foydasi bo'lishdan sirtida nəhayət ağır ziyonlarni keltirgan. Shuning uchun buni o'zini asosan Qur'oni Karim buni hech bir zaman din deb qaramaydi. Haqiqiy shu Qur'on tadqiq qilgan olimlarning hech birisi ham din deb qaramaydi bu rivoyatlarni. Shu fiqhning hech qaysini o'zini din deb qaramaydi. Örf odati qarta yasalib tuzalgan bir narsa bu fiqhning o'zimi. Ya'ni Abbosiya sulolasining zamonasida. Uning uchun bizniki bu yerda payg'ambarlar nima ish qilgan, uni nemini o'rganamiz degan vaqtda payg'ambarlar o'ziniki milliy kimlik va milliy ruh sohasida millatni tarbiyalagan, birlik keltirgan va millat qutqazgan. Bizga kelgancha desak, biz shu payg'ambarlarni agar ulgu olamiz desak, bizmi o'zimizning millatiniki milliy ruhini tirildirishimiz lozim. Millatimizni birlik keltirishimiz lozim. Milliy ruh asosida, milliy kimlik asosida hech bir zaman diniy kimlik asosida birlikka kelmaydi. Uning uchun o'zi dinni kimlik sohasiga kirdirishning o'zi bir xatolik. Mushu o'zi mushunda qilgan vaqtimizda yani diniy milliy ruh asosida birlik kelgan vaqtida bizniki millatga qilgan xizmatimiz nihoyatda aniq bo'ladi. U vaqtda bizniki qutulish nimamiz o'zi nihoyatda o'ng'ay bo'ladi. Chunki biz dushmanimizni aniq tanıy olamiz. Diniy nuqtadan tanımaymiz, milliy nuqtadan tanıymiz. Millatimizga yoki vatanimizga kim tajovuz qilgan bo'lsa, shu bizning dushmanimiz deb tanıy olamiz. Bizniki ajdodlarimiz islomni qabul qilishdan burun shunday tunib kelgan bo'g'ashqa hech bir zaman vatanni qo'ldan bergan emas. Biz qachoniki arabning hikoyalarining oqisiga kirdik, shundan boshlab shunday vayron bo'ldik. Vayron bo'lishning tub sababi nima degan vaqtda milliy ruhdan ayrildik. Shuning uchun o'z vayron bo'ldik. Shuning uchun qarindoshlarimiz mana yuqorida biz deb o'tgandek payg'ambarlardan, elchilardan o'rganadigan narsalar nimiki? Buni qisqaroq deb o'tdik. Bundan boshqa nurg'unlagan sohalari va iqtisod sohasi, siyosat sohasi misol nurg'un sohalari va o'sha sohanimi mushundaq o'zi sep o'tsak, payg'ambar mushundaq o'zi siyosat qilgan ekan, bizmi hozir dushmani qarta payg'ambar mandaq siyosat tutgan ekan, bizmi hozirgi vaqtda payg'ambarga dushmanlik qilganlarga emas, arablarga dushmanlik qilganlar emas, o'zimizga dushmanlik qilganga qanday siyosat tutishimiz lozimki? Buni o'zi biz bilib olishimiz lozim. Xo'sh. Sizlar suratlari chiqmay qolib qoldi. Bir kirib chiqib boshlabdi-ku, yenibchi. Biz kitib qaytib kelsa, o'ngshilarmiki? Biz an'anaviy tushunchalar o'rgangan vaqtimizda an'anaviy tushunchadagi o'rgangan vaqtlarimizda amallarning maqbul bo'lish shartlari ikki. Biri niyat xolis bo'lish, ikkinchisi payg'ambar ko'rsatgan yo'l bo'yicha bo'lish degan shaklda o'rgandikda. Undaqda bu so'zning ilmiy nima diniy asosi qanday tushunilishi lozim? Bu vaqt biroz to'xtalgan bo'lsak, ustoz. Chiqib qoldi. Qaytib kirmasa o'ngshalmaydi emasmi?
Ama ayet hakkında to'xtaldik, uni to'xtalmay qoldik. Kelmedi dedik. Endi kirdi. Ha, meni mandaq deymi? Bayatın sualini yana takrorlab qoldim. Peygamber Aleyhisselam nima? Biz an'anaviy diniy tushunchimizda bizga shunday o'rgatildiki, amallarning maqbul bo'lish sharti ikki. Biri niyat xolis bo'lish, ikkinchisi Payg'ambar Aleyhisselam ko'rsatgan bo'yicha bo'lish deyilganda shunga shu Payg'ambar Aleyhisselam qanday qilgan shunday qilsa, bo'lmasa masalan bir odam Tarim daryosi ochirib bir yil chilishib yotsimi, junubdan pak olmaydi masalan. Shekildagi izohatlar olib keldimda. ilgirki darslarda ama natija qo'lga kelsa bo'ldi deb o'tib ketdi bu shekil bo'ladi. Bugungi darsning ehtiyoji tufayli yana bir izohat berish to'g'ri keldi deb o'ylayman. İbadetlardaki maqbul bo'lishi, xolis bo'lishi degan to'g'ri. Ammo payg'ambar qandoq qilgan bo'lsa shundoq qilish emas, Alloh qandoq buyurgan bo'lsa shundoq qilish. Subhanalloh. Shu vaqtida qabul qilindi u narsa. Qur'on o'zimi bir oyat var. Hozir men shu bir yerda nima qilgandim buning o'zida. Bima arakalloh degan bir oyat var-ku. Sen ularning orasida bir hukm qilgan. Inna anzalna ilaykel kitabe bil haqqi li tahkuma baynan nas bima arakalloh. Va la takun lil ayati. Bu ayetning o'zi nima deydi desa, Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha hukm qil boshqalar insonlarning orasida deydi. Hukm qilishni deyapti. Bu ibodat qilish mashta. Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha. Yana ro'za tutishni misol olsak, ro'zaning o'zini atganligi saharda yeb bo'lisizlar, kechda tamomlaysizlar deb Qur'oni Karim uchiquniki nimasi bor? Namozning o'zini odatda har vaqt namozning o'zini 2 rakat degan Qur'oni Karimda uchiq turibdi. Tehdit asıl qilib qolsak bir rakatda. Buni desak Yamanbek o'zi tishiq tegan ekan bu insonlarniki. Voy bizga ular qarshi 100 vaqt o'qib olamdi, 1000 vaqt o'qib olamdi, har vaqt o'zi qanchalik o'qib oldi, bizning ishimiz yo'q. Ammo Qur'oni Karimda deyilayotgani deyatimizda, bizning buning o'zi xafa bo'lish hech qanday hojat yo'q aslida. Hamda Allohga din o'rgatgandan keyin Alloh taolo meni mundaq qildi, yo'q, uni undaq qilmaymiz, sen bir rivoyat bor-ku. Peygamber Aleyhisselam taladından kiray deb tursa, 3 adam Peygamber Aleyhisselam uyga kirib, ayoldan so'ragan bir rivoyat bor. Peygamber Aleyhisselam namoz o'qimdi desa, namoz o'qiydi, ham armaldi desa, biz kech kunduz bir qopdi, men kech kunduz namoz o'qiyman dedi. Yani bizde Peygamber Aleyhisselam nima qilamdi? Ro'ztamdi desa, ro'zdi ham iftor qildi desa, men o'zi 360 kun ro'zdim dedi. Yani bizde o'zi Peygamber Aleyhisselam nim ayarlı bulamdı degan vaqtda bo'ladi deydi. Ham o'zi nim qildi degan vaqtda men abadiy xutnamayman. Men namoz o'qiyman, ham o'zi dam olaman. Ro'za tutma, iftor qilmayman. Ya'ni Ramazon vaqtida ro'za tutma, boshqa vaqtda tutmayman degan ma'noga chiqadi bu yerda. Xotin bilan bo'lmayman. Bu hayot bu deganda. Kimki meniki shu sunnatimga, ya'ni meniki shu tutgan yo'limga nima qilmasa, u mening emas deydi. Demak, nima degan vaqtda men Alloh ko'rsatgan bo'yicha qilyapman bu ishni o'zini. Meniki qilgan ishim Alloh ko'rsatgan bo'yicha nima qilgan ish. Sen shu Alloh ko'rsatgan bo'yicha qilmasang, o seni qilgan ishing nol o'tang degan gap bu. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u payg'ambar ko'rsatgan alohida bir narsa yo'q. Bu hozir mana sunnatchining o'zi deydi-ku. Programması deptu. Qur'onda nima? Qur'onning va sunnatniki nimasi ma? Sayıs aslida nima? Shunday bir program ma'lumot bular. Qur'on va sunnat. Qur'on va sunnat nuri. Aslida Qur'onning nazarda. Bu Qur'on va sunnat degan ikki narsa yo'q bu yerda. Sünnet degan yo'l degan gap. Faqat Qur'on degan vaqtda Qur'onning o'zini ko'rsatdi, sunnat degan ko'rsatdi. Bu yerdagi narsa. Sunnat degan gapning orqaga chiqmay qoldi.
Şu gap üzülüp çıkıyordu ya bu. Bir internette normalsizlik var. Kur'an degende Kur'an'ni ko'rsatdi, sunnat degende nimani ko'rsatdilar? Sünnet degende Kur'an kösetken yolunu gösterdi. O peygamber mangan yol diye gelmez. Peygamber Kur'an kösetken yoldu mangan adam o. Onda koygandikin o peygamberini alay ayrım bir yol tutup ya ayrım bir yol payda kılan insan emez. Fakat Kur'an kösetken yoldu mangan bir insan. Bu yani bizge devatkan ne boldu şu vakit diye vakitte biz peygamberin ögündüğü yerimiz biz mi Kur'an kösetken yoldu menişimiz gerek diyen gibi. Hiçbir zaman Allah Teala bu hidayetini ikinci koldan kubul kılın diyen bir nesne demektik. Birinci aşı nemiden kubul kıl. Aşı orijinaldan kubul kıl. Yani udul beri Kur'an'dan kubul kıl diyektik endi. Hozir qadar şu inkaslarda ajdan to'la talash chiqib ketdi. Payg'ambarninki o'z oldiga sunnati, yo'li, dini bo'lmaydi. Faqat elchi, avaytganni aytgaguchi degan shaklda inkaslashib kelyapmiz. Darvaqa shu ko'rsatgan barmoqqa qarab turib olgandan keyin ko'rsatilgan narsani ko'zdan qochirganligi o'tirib yana maydonga chiqdi. Bugungi mana bu tema e'tibori bilan Rasulullohning o'lgu bo'lishida o'lgu bo'lishi qandoq bo'lganligini biz hozirgi an'anaviy tushunchadagi undaq maymunsimon qarsiga do'rash, shu tutgan qo'lidagi banan shu banan boshqasi banan emas degan shakldagi tasavvurimizdan, tafakkurimizdanki xato ekanligini tushundikda hozir. Banan nerede olsa banan. Kimning qo'lida banan bo'lsa, o banan ekan u. Bananni kim palancının qo'lidagisi banan, pistanchining qo'lidagisi emas degandek tushuncha kelib qolibdi ekanmiz. To'g'ri. Hozir şu topdimi bor, mana shu WhatsApp toplardimi bor bir qism odamlar, uni diniy sohadagi odamlar bundaq narsa jiq. Bir odam arabchani bilish kerak, u vaqtda uning og'zidan chiqqan narsa din sohasida to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Mundaq bir narsa bor-da. Bu bundaq emas, to'g'ri deganda qandoq bir odamning og'zidan chiqsa, u to'g'ri bo'ladi u. Xato mayli qandoq olimning og'zidan chiqsin, zolimning og'zidan chiqsin, u xato. Bu narsa bu. Bir odam Saudiya Arabistonda tursin, u arabcha so'zlasin, u to'g'ri so'zlaydigan bo'lib, bir odam Sharq Turkistonda bo'lsin, Uyg'ur bo'lib qolsin, Uyg'urcha so'zlasin, uni gap xato bo'lgan ish yo'q. To'g'ri nega bo'lsa, kimning og'zidan chiqsa, to'g'ri narsa to'g'ri bo'ladi. O xato kimning payg'ambarning og'zidan chiqqan bo'lsin, xato bo'lsa, u xato bo'ladi. Bu o'zini degan vaqtda biz ilqi izlashda olim emas, haqiqatni izlash, to'g'rini izlash bizdan nishon qilinish lozim. Shu vaqtda biz har qanday bir olimdan bir gapni anglagan vaqtda u to'g'ri bo'lsa, to'g'ri qabul qila olamiz, xato bo'lsa, uni qarib qo'yamiz, to'g'risini qabul qilamiz. Yana inson iqtidor qilish emas bu yerda. Dahshat xatodan bilsa, shu bir haqiqatning haqiqat ekanligini uning egisi bilan birga taniydigan. Shu haqiqatni biraz tanıyolmaydigan. U odamlar egisini haqiqat deb taniydi. Uning uchun uning og'zidan chiqqan hammasi haqiqat deb taniydi. Agar uniki og'zidan chiqqan gapniki haq yo nohaq ekanligini tanishim kerak degan vaqtda u boshqa narsa. Şu iki tane ekol deb qo'ydi, ikki ekim bor. Bunun birisi rivayet ekole, ekime yeni birisi dirayet deydi şu. Millet iki bilengen bu yolcu mu şu? Dirayet deydi, bu edemge qaramaydi. O idrak qilib, aql ishlatib, Qur'onga tushgan bo'lsa, haqiqat bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, o ish ma'noda. Ama rivayet degan qanday desa, rivayet zinciri. İnsanla asas qiluvchi ma'noni haqiqatni ishidagi nimaga qaramaydi shu. Shunlashqa birisi algani birisi olmaydi. Chunki o'zi zanjirini o'zi tuzib oluvchi rivoyat zanjirini. Ashunga o'xshash. Shunga Qur'onni markaz qilganlar diroyat ekoli, hadisni nima qilganlar u rivoyat ekoli shu. Shunga a'laninki kul nimasi shu shaklda bo'lg'achqa, shunga bu Kerem Zahir Ustaz'dan ağzından çıkan bo'lsa, onu qabul qilmaydi. Yoki mesela başqa bir adamning ağzından çıkan bo'lsa, o'zi nima qilayotgan, ergishayotgan rivoyat ekolining nimasiga to'g'ri kelmagachga, to'g'ri qabul qilmaydi.
Mesela bir tamçılık kılıvatkan ya layçılık kılıvatkan adamdan birisi vay altın. Bir tane küçük altın taptı dese altınga qaraydı o. Va qo'lingni lay varken sen menet derslerini tutupsan deb onunla hepleşmeydi de o çağda. Albatta. Lekin hozirgi Men endi kishilar oltinni ko'rishni bilmaydi, oltin ekanligini bilmaydi. Bu oltin bu tomchining qo'lida nima ish qiladi o? Tushunchasidan altın tafakkur qiladi. Endi mana bu altın bayram yatıldı ustoz sayıda. nima qilib qoldi? Mana bu arabchani bilganlarning bayoniga biroz kirib qoldi. Men bu vaqtda shu haqda biroz talash chiqib qoldik. Her qancha men arab tilini ona tilimdan pishiq bilib o'rganib ketdim deganlar har qancha pishiq bilsa Abu Jahilchilik bilmaslik mumkin yani. Ama Abu Jahil qanday ketdi? Mishada bir dars var qarindoshlar. Tekrar. Bir eslatma bo'lsin dedim. Ben bir demek olan bir gap attı. Ben sual sorgan şekilde. Mesela bu din Allah'ın boğuç kadar cihat kılınla tamamen. Diğer ayet ne? Mesela tamam. Eğer aşında olması İslam dini bütünlüğü hakimiyet üstüne çıkış olan aralık aşında cihat kılınlı diyen bolsa. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam elçi, ne mi? Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın ayetine eminleştirmek hitip kalan bulamdı. Vazifesi icra kılanmay ketken bulamdı. Çünkü mesela Sure Enfal'daki 39. ayette ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. Fe innallaha bima ya'malun basir diye ayetin özü mü? Kulluhu degan ibare var. Bunun özüne hiç kandak özü başka dindikiler kalmagan kadar tercim kılıklık Nurgıyan'ın özde. Bunda emas. Eğer açtaki olsa o vakti lekum dinikum veliyedin diye ayet kandak doğru geldi. Bu ikisi birbirine karma karşı olmamdı. Bu ikisi birbirine karma karşı emas, birbirine toldurduğun ayetti bu. Toluklaydıgan. Onun için bu yerden ne mi diye vakti bir cemiyette hem dindeki insanlar yaşayalaydıgan hiç kandak bir insan, yani bir insandaki dini sebebiden onu düşman tutmaydıgan bir halet kâgiçilik yani şunda bir şaraitinde yaratıcılık haleti köreş kılan diye gap. Bu özü ma Türkiye'nin nemesde layık deydi o. Layık diyenin özü hiç kandak bir dinga mensup olmagan, hem dindikilerge okşaş qaraydigan bir siyaset kollanış. Devletdeki neymiş şu. Men muşunu ne koyatkan nesi o? O peygamber kanım şu. Nemiş ki o vaxtda mesela peygamberdeki şu vaxtda şarait turuqluğun o Mekke'deki müşriklerin nemiş katliam kılmaydı o vaxtda. Katliam kılmaslığı ular boldu. Biz dini köreşinin özünü kılmayımız bunun. Sizin hakimiyetin karşı çıkmayımız. Bu işimiz boldu. Biz özümüzün dinini kıyıp kalaylı. Sen özün dinini kıyıp kal. Sen koygan başını biz söyleyimiz. Boldu. Sen öyle bir iş kılımız diyendekin. Ha tamam. Fe'inin tehav fela udvan illa ala zalimin diyen ayetin özü aşıyor. Ular yansa yani özündeki açık dini saha ular alkı Peygamber Aleyhisselam'ın kılan körüşemiz dini körüşemez mi o? Bunda falan ki kılıç bulmaydı diyen gibi. Hatta yeni bir ayet mi bağlı? Sile iman ettim, teslim oldum denla iman ettim. İşte bir ayet mi bağlı? He. Qalu Ve qalet el-a'rabu amenna kul lem tu'minu velakin kulu eslemna diyen ayet o. Aslanlar. He. Şu demek o Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam'ın bayrağının astığa kirgen insanların hemmesi Müslüman bu ketken emas. Bayrağının astığa hakimiyetki boysungan, hakimiyetki teslim bolgan, ama özünün dini itiqadını saqlap qalgan. Alqı Peygamber Aleyhisselam vefat olgandan karşı çıkan bir grup insanlarmı aslı İslam dinini İslam'ı kabul qilgan emas. Fakat hakimiyet astığa kirgen başta ölgende şu başını beğenmeyimiz degandan Abu Bekir Qutup bu yerda Peygamber Aleyhisselam'ın tölgen başdan bir tal oğlaqçalık näsini bana beğenmese onu köreş kılmay degen. Nimiş qalsa başını tölümüde degen sözünün özü hakimiyetini itiraf qılmadı degen gep. Şu yerda Halıq köreş qilish arqali qoidaning o'zi ularni taslim qilib, hokimiyatni to'ntib, undan nima qildi emasmi? Xo'sh, 2 soat olaydi. Bugungi temada muhim ikki masala o'tirib qo'yildi ana. Ya'ni shu Ruşen farq etgan yeri milliy
cihetki tavsiyelerde ifadelendi. Yani Arap'a nispeten özden tağları, Uygur'a nispeten özden tağları. Yani her qaysı milletning şu milletning özünün təvəlikideki özüge təvə bolğan narsalarning qadriyatining o'xshash ekanligi. Şu milletga nisbatan. Ha, Bu to'g'ri. dinning ko'rsatmasi bu ekanda, bu eng muhim nuqta bo'ldi hozir shu. Shundan qaragan chaqda dinni xato tushunib, yillardan beri o'xshamagan adreslarga ketib, shu ufurab ketgan qarindoshlarninki hisobini Alloh oson qilg'ay. Yeni birisiga Hayot bu şu qarorlariga dars bo'lg'ay. Xo'sh. Araplar yezip selam Arap alimleriyle alim bulup bundaki Türk yoki başka milletten alimleri alim olmaydigan iş yok. O kalla qanday kalla desa Umavi Abbasilarninki milliyetçi Arapçılıkninki kallası avcı. Hazır şu kalla qaytın gülünüp bizninki o Abu Hanife Maturidi degandek bizninki Arap bo'lmagan alimlerimizni basırıp koyarlı buluşu. Özleri biz şu Ebu Hanife, Maturidi'nin mesela menvatımız derlik, lekin menvatkan aslanımız ki ulanın yolu emez. Tamamen işte Arabizmninki, Arapçılıktan yolu menvat buluşu. Nurgun Türk alimli var mesela şu hadis şunas, fıkhi şunas, nurgun alimli var Kur'an'ı yaxşı bildiğince Araplardan mı anda bir alimni körep bakmadım ben şu. Ben nurgun İngilizce, Arapça, başka dersleri bütün şey mi? Bu Kerem Zahir Ustaz bütün şeydi. Nahayet iyisin. Şu Kur'an-ı Kerim'i yaxşı bildiğin bir ömür şunun sarıpka alimli var şu Türkiye'de mi? Halifeliknin Kureyşilişi de kitap yazılıyor ya, məxsus doktorlarca. Ahir apırıp ne kapar dese bu halife Kureyş'den boğmuş olmaydı, Arap'tan boğmuş olmaydı. Şu bizdeki aslımızda kiysen, onun ki biz seni baş koysak, dünyayı biz İslam'la, aşıda halifelikle koysak, aşağı yapar demdi şu. Bizdeki bu adamlı var, ahire Kur'an aynı kılıp, bizi düşman tutuyorlar, bunlar çok Kur'ançılık kıldı bunlar, hadislik karıştı de şu. Şuna olan, aşı bu patkakka tekme petip ederdi şu. Abi, o Kur'an ayeti bilen mi, işbadeler sözcüğü olduğun gap ne? İlla ki hadis hakemisi kılanmaydıgan alet geliyor gelmiş şu. Ahır kadar yakıbar doğru dese, aşı. Hiç iş kılanmaydıgan alet ekildi. İşte putunu bir öteki tıkılgan geçti. Bunu abiyatin depedeki hakikat ekanligini onun sahibiga qarab turib belgilaydigan tushuncha. Aş misal oldida to'xtek gapdan birisi bo'lsa, buni bir ulug'ning og'zidan chiqqan bo'lsa, bu shu oltin. Bu shaklda tushunilgan. Ha. To'g'ri. Ashuning xafalig'iga bu. Mushundan qutulish kerak bu millatning shu o'limasidan da'vat qildi. Bitti bir kitap setip aldım. Yo'qolgan ma'rifat deb. Bu Amerikadagi Frederick Starr degan bir adam yozgan kitobki. Bu şu bizdeki Türklerninki, bizim Uygur alimlarninki Orta Asya'daki ötken. Aşı alimların tarihini yazıptı. Yo'qolgan ma'rifat kitapның ismi şu. Ben kitapni tanıştırdım. Aşını okusum ama aşağıdaki Bruni deymiz, Farabi deymiz. Nurgun alimlarını tanıştırdım şu. Aşılar nemişke şunda güllengen. Aşağıda nemişke aşılar bu insaniyetinki nemisige ilim peni nemisige ayda terakkiyatıga töpü kuşarlıgan bola dese şu akılni, mantıkni, Kur'an'ni merkez kılıp tefekkür kılıp mündaq qilg'ashqa mündaq bo'lg'a deb qo'yapti. Qachonki imom şu G'azali chiqib, undan keyin fanni diniy ilm, fanni ilmdan shunday ayirgandan keyin ondan keyin nimeniki ijtihadning darvozasi taqaldi degandan keyin ham undan keyin ham bu musulmonlar shunday nima tushga qarab yuzlandi deb ashunday tushunarli shu. Dikkat qilishimiz kerak. Yo'qolgan ma'rifatlarni qaytadan qo'lga olishimiz kerak qadarli qarindoshlar. Peygamberden öğrensek, peygamberlerin sahabelerden öğrensek,
biz o'zimizniki milliy kimlikka, o'zimizniki milliy madaniyatlarimizga, milliy madaniy meroslarimizga ega chiqa olsak, shuni o'rgangan bo'lamiz. Jiq bu soat endi yana bir soat so'zsak oldi, ammo vaqt to'shib qoldi. Tamam. Milliy ong, milliy mefkuri yoki milliy tuyg'u to'g'risidagi darslarimiz inshaalloh oldimizda bo'ladi. Do'stlarniki quloq berishni so'raymiz inshaalloh. Mening boshqa savolim yo'q bugungi darsga aloqador. Muhim ikki narsa o'rganib olganligim uchun xo'sh. Melkiler qatam ko'rishlar. Ben chekindim. Abdulaziz birodarning gapi bo'lsa anglaymiz. Bo'ldi, men qoldim biroz. Ustozim ayeti abdan sözler peyda Allah razı olsun. Yine akıllık nima juval durusu bir nesle bir gap bor o. Şu biz işaretni qilib qo'ydik ham shu. Haq shu bizning barmoqqa masalama deb kelishdi. Shu biz chekkan narsaga, ya'ni Qur'onga, aqlga, vijdonga kelsa inshaalloh bizning qilgan gapimizni dushman shaklida qaramay, bu shu ularning gapining hammasi xato emas, birasi bo'lsa bu to'g'ri bo'lishi mumkin degan nazar bilan bir tinglab baksa shu balkim aqlga yetadigan, vijdonni qabul qiladigan narsami chiqib qolishi mumkin. Qarindoshlarniki biz dushman qatorida ko'rmay, do'st qatorida ko'rishini, aqlga, vijdonga xitob qilayotganligimizni bilishini o'tinib so'raymiz. Allah o'z kelar soat ko'rishguncha amon bo'linglar qadrli qarindoshlar. Savollaringlar bo'lsa tayyorlab turinglar. Kelar dushanba kuni ko'rishguncha amon bo'linglar. Rahmat ustoz. Fidoyilar ikramga rahmat. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.